yangi sözük, nadir tercim filmlerini kömekçi bolsanız, Ümit Film salonimizni qo'shib eling. Öndüdar salon izdeshnami Ümit Film. Ben endi sizni yaxshi ko'ramayman. Qarab biləmədinmi? Mən əmdə onu yaxşı görəməyəm. O rastında kızını söylese, ona hayat qağınan ne faydası? Ağırlar, çıxınlar.
Canu ayrılıp gitipti. Canu'nun dadısı bu şeyde. Onu hazır uçup atıdı. Şundaq mı? O yana ayırıp getipti ma? Bu vicdansız. Ben onu obdan bilmem. Bu yerden tez ketin. Tez bulun. Bakın ya, hazırlık gidelim. Ketepsen? Mondaqlı dep qoydu. Qandaq gitmez. Avallığını toplayın. Vuruşma. Hey, ulan bu şey. Hey, Sen kim o? Hey! Özüm kim çalatladı? Artık arlaşma. Hey! O benim kızım dursa. Ne bu? Ya olma. Çalıp ataysan bu. Yemen gibi bundan şoşuldun sen. Ha, ne oldu? Ha, oqala. Sen telgoda mı? Olungan tatınla. Neymiş oldu zaten ha? Benim kızım seni yaxşı köygendi düşünla. Sen koşullar. Sen onu yaxşı köymeymen diye şıkkanda bekledim. Doğru dedim. Ben hem de onu yaxşı görmeymek. Bunun kegini kıl. Hey! Senin söyleyen kızını taşıyıp içeceğim. Yıkıl cinayet. Özümün kızı var. Çoktanlar buldu. Çoktanlar. Oldu ders. Kız muhabbetinin ayrılıp gelse dadısı gelip cidden ters bulandı ha? O kızınızı yaxşı görmeydiğine bakmasa onun bilen uruşsunuz bulandı. Siz günün buldu ha? Onun karabını bilmediniz mi? Bazen o meseleyi yolundan da kılıdı. Lakin siz onu cidden bulandı dersiniz. Sana ne buldu? Hey. Ben sizlerini tutup keteleyim. Çünkü ben bu yana amalı saklı ötsi. Degine zat nima var? Nima avarçılık idi? Muhabbet. Benim avarçılığım muhabbet. Özara yaxşı görüşkenlerdi mi cidel bolduğalıqını bilmem. Muhabbet bilen nefret hoş gizek. Sen beni sözlep belki şundan kısan ben düşüneleyim. 15 yaş vaktim idi. Hayırlık etmeyen balalar. Ben Minekşi muallimemni yaxşı görettim. Biz dersimizni başlayalım. Kim benim resimimni sızıp koydu? Sen Muram, yaxşı. Sen nimişte benim resimimni sızıp koydun? Kene degine Ram. Sizni yaxşı görmem muallim. Yak. Bu ocaktan başlanmagan. Bu ocaktan emez. Ems kaçandan başlangan? O başlangan vakti. 16 yaşa kirgen vaktim idi. O kızın ismi Samara. Ram, sizni yaxşı görmem. Nime? Rasma? Rasma? Yak. Bu ocakma emez. Bu ocaktan başlanmagan. Hey, toxtumay sözler ben anlavatım ha. Sen 5 yaşında mualliminge sizni yaxşı görmen depsen. 16 yaş vaxtında bir kız seni yaxşı görmen depti. Ben kızıqıp kaldım. Dağlı sözlüsem ki. Yak. Sözlemeymen. Ondaq değil. Susarım siz ondan nini sordunuz. O sizin ninilerinizi. O mesuliyetten kaçı oturdu. Herkes onda demez. Onu biz var. Benim devatın etten, benim mesele. Korak gel. Ağzını Oldu. yok. Oldu. Kılan. Bu yerdeki işte işimizden hiç kandak münasebetimiz yok. Onu bir yerde ketküz edin lan. Hey, ya sen. Oldu. Hey, para alma cebine. Ben ondan sonra vaktim. Bu da baksa biz sınırtırıp anlap bakayım. Gel bu taraf gel. Hey braderler, bunun diginini düşündünler mi? Yok, biz düşündük. Esta, ben mi düşünemey kaldım? Ben sizge emdi dep Toxta. Tağdın bağdın sözleme. Degine, sen zadı qaysı kız bana yaxşı kögentden. Resimdeki kızın ismi Canu. Ben ona aşık olan aşu peytte. Bile ötüşünü kalamsız. Degine.
ciddi nimaga chaqirdi? Biz cho'qim o qizni tepishimiz Bu kerak. ishni o'zimizda chetga olsak bo'lmamda. Biroq, qara atrofga hammamiz qiz bola. Bu ko'chada shuncha qiz tursa, uni bu yerda qanday topamiz, ha? Bo'ldi, endi bu xom xiyolingdan voz kech, ha, birodar, ha? Hey, men bu qizlarga qiziqmayman. Menga shu qiz bo'lsa kifoya. Agar rostdan shunday bo'lsa, hamsa izlaylik. Sanjayda kelganmikan? Nimdatdi? Muhabbat qaranglarmi? Men bu qarashida qolaman. Men avval o'g'illar sizni yaxshi ko'raman demdim. Yoki ular avval demdi. Men avval yaxshi ko'rib qolamanmi yoki ular avval yaxshi ko'rib qolammi? Qachon shunday qadam o'sirtaman? Agar shunday bo'lsin desam, avval qarab boqam. O'g'il. Andın hammasi tabiiy boshlanadi. Birlashma marqas yaxshi ekan. Qizlar universitetida 2 yilni zoya qilib atdik. Qaranglar, uning semiz yuziga bunqiga o'xshaydi ekan. Xo'sh. Hay, Men Jano. men Mahish. Qaysi fakultetning? Fizika. Afsus. Nima bo'lding? Men ximiya fakultetining tegin o'qishga kirdim. Ha, shundaqmi? Siz qanday qilib mushahalatingizni saqlab qoldingiz? Men har kuni badan chiniqtiraman. Chiniqsingizmi? Yuzingiz filtranda? Ha, yuzimma. Rahmat. Bir fakultet bo'lmasaqmi, aloqa qilishib so'raylik. Bo'ladi, albatta. Telefon nomeringizni bersangiz. Bizga yumor etmaganda shuni o'zimiz ustamay kulib ketdik. Santosh men shu. Ay, Santosh, men sizga Shirning yumurni oldim. Siz ularga qaysi yumurni aytib berdingiz? Shirning to'y qilishi Shir bilan tanlash. Shir bilan cho'milnikini. Shir bilan cho'milini? O, anglab boqmoqchi ekanman. Anglama aytib ber. Ha, aytib ber. Seni o'rnaliq kelib, Shirga to'yda qo'yibdi. Shir men sizni yaxshi ko'raman. Adabsiz, sen bo'yimga boqmay, men to'y taklifi qo'shib ketdinglar. Meni bo'yimga qaramay, meni ishonchimga qara. Nima tushunsa? Men seni burningga kirib, seni tishlayman. Sen shu, ha? Menga telefon nomerini aytib berasiz. Men uning telefon nomerini topdim. Ishkanmikan? Janu bilan sen avval qo'rqitmay kerak. Bu ishni shunda qo'rqitmaydi. Yaxshi siz. Janu. Marhamat. Siz bulup topmayirmi? Ha. Qarg'anda topolmaydigan o'xshaymiz, shundaqmi? Ko'ylaman. Zodi qachongacha izlaymiz? Toki uni topaligicha. Sizlar umidsizlansan, ha? Rajesh mana o'sha yo'lmoqchi. Ay, nimdatdi? Bugun nima bilan ko'rishgansiz zarka? Ularga o'xshash javob qaytargan tez bo'la. Bu, tez bo'l. Oxir o'sha yo'llarni qayerdan boshladi? Qanday qilsak bo'la? Dema, bormachu. Maqina. Bo'ldi, unda ko'ngilsiz gaplarni qilma. Agar uni uchratsam, cho'qim jahlinib ketaman. Ay, yigit, bu yoqqa keling, ha? Shuning bilan men Bu yoqqa keling. Yanımda yoktur da bize hesap kıvızmakçıman. Undaq emas, ko'ngilning masalasi bilan. Xapamay bu chekda bir tanlapagan bo'lsangiz. nima bu? Chaqaroq epasingizchi. Tez bo'ling, ha? Hech bo'lmasa ko'kut chiqib, andin tilak tilash kerak edi bu. Tilak tilash reallik uyg'un bo'lishi kerak. Bunday bo'lsa qanday bo'ladi? Siz tushunmaysiz, u do'stim Jano, u uch o'g'il bilan ko'rishmoqchi. Uch o'g'il bilan? Uchingiz shundoq debdi. Bo'ldi, ketaylik. Yura. Yura, ketamiz. To'xtanglar. Masala zodi qayerda? Masala shuki, 3 ta o'g'il bola yaxshi. Bu hozir kimni tanlashni bilmadik. Qolgan chekdan birini asos uning hayoti bekitilib bo'ladi shu. Rajesh, qo'ysan. Mana bu muhabbat. Ma'qul. Hozir men nima qilsam bo'ladi? Chekdan birini eling dedingizmi? Shundaqmi? Tezroq bering.
Altın kol. Anda dostunuzdan hayatı belgelenir. Şundan bağı. Rajesh, Mahesh, Santosh. Endi menmi bu o'yinga qatnashaman. Ansirmak, siz cho'qim eng yaxshi amroqqa uchraysiz. O'zimning ismini o'zim yezib, o'zim tanlab yursam yaxshi bo'lmaydi. Sen kelib tanla. Sizning eng yaxshi ko'radigan muhabbatingiz bo'lsa, Qallangizning dadi bormi nima? Qizlar ketaylik. Hey Janu. Hech qarab baxmamsiz. Bu baxt kimningdir? Shu chaqda mening muhabbatim sizning bo'ladi. అలా చూస్తే చాలా ఇలా నా కళ్ళు నిండి చూస్తుండాలా చాలా ఫ్రీగా ఇలా వెళ్ళాకున్నా మదిలో చేస్తుంది Romiana, Marina, Madalena, she put it like a runner, so now, oh yeah. Lowy. Moniani and Shiny, Catalina, Willy, don't miss that now, oh yeah. Move it. To the left. Look it up. Wanna check it out. Wanna pick,
chaqirsam nima ish parvo qilmaysan? Nima o'ylayapsan? Bir qizni. Men Sidneyda bir shu qiz bilan uchratib qoldim. Uni qanchalik yaxshi ko'radiganligimni bilamsiz? Menga bundoq ahmoq gaplarni to'la qilma. Men bek o'sh. Qahva. Rahmat. Ha? Mush odatingni qachon o'zgartasan? Mening oldimda tamak chekmaydigani necha qatim bo'ldi? Onunğa bir gap qilib qo'ysangiz. Nima deyman? Tamak chekmadingmi? O ushquchuluman dedi. Egiz bo'shliqda parashyut sakraydiganda to'xtab qoldi. Qarmoq rastilla osmonda uchayotgan. Keyin u fotograf bo'lmoqchi bo'ldi. Yovoy ayollarni surat tuzataman deb yenib oldi. Agar men uningdan o'rmon to'g'risida so'rasam, u hargiz yolg'on. Uningdagi rassom bo'laman dedi. Ammo hozir qog'ning putidagi rasmi sizgan bo'lib qoldi. Uningchi bo'lsa haqiqiy rasm shumish. Men haqiqatan uni tushunib bo'lmadim. Ha, siz hammani bilasiz. Uni nima bo'ldi dedingiz? Qog'oz og'ali. Yezna, nimish qachonqi yuvashliqcha tamak chekilamandim demaysiz. Nima? Endi tamak chekilasan? U tamak tashig'ini xeyli uzun bo'ldi-ku. Ha? Tamak chekishi yana qayta boshlab oldi. U azaldan tamak chekmaydi. Yolg'onmi ya? Ha, u shundoq gap qilishini biladi. Kirib ishingizni qilavering. Bo'ldi. Har kuni qog'ozga tushishingiz yolg'on gaplar. Nima bundoq gap qilsan? Oilamizni buzilsin debsan? Yezna, nimish qilsiz buzilmoqchi bo'lgan oilani tutsiz. Hamma odamga yaxshi bo'laverman. Tog'am hamisha sizning yaxshi bo'lishingizni umid qiladi. Ha, Yelaman. sening tiligingga rahmat. Sen bir qizni yaxshi ko'rib qolding deyapman. Avval uni qo'g'lish baqay. Odamni ilashtirib devatdan qo'y. Meni kirgin. Tamaka. Sizlar nada? Tez kelinglar. Okey. Mo'ymish ba. Okey. Meni nima tushunmaysan? Nechim o'tabe? Ha? Meni nechim o'tav? Ben sizden bizar buldum. Akşam nasıl soğukken yerini açtı. Ben yalgan etmedim. Ben bizar buldum. Hem de işkence Sen beni düşündü de değil mi? Şimdi çoğaştım beni öldürdü ben olsun sen. Tınlay ayaklaştı. Ne bakacak? Ulan geri gelsene sizi öldürmedim ben. Seni öldürem. Yok ulan. Bunu sizi Öldürem. öldürmedim ben. Bana türmeden Yok öldürem. ulan. Bu eblah. Hey, ben hazırlı barım. Nemish qishkilini sen ich baxmamsan. Ich oshmaslikqa palsi paqayli. Qaysini tanlaysan? Amsa acha. Hey canım. Aradınız mı? Benim ismim Mikke. Muhabbet hikayemde eski adam bulmuşken deymen. Bırak o yeni geldi. Şakala. Hey güzel kızcak. Bağakçıdaki benim ismim Mikke. Ay. Ha? Korkuvatam siz? Ha? Nima ish qo'rq kerakman? Bağakçıdaki benim ismim bu kelişten korktanız şundak mı? Nima ish qo'rq kerakman? Eğer bağakçıdaki benim ismim olsa yaxshi ko'ramsiz. Eğer başkalarının ismi bo'lsa-chi. Ha? Siz. Cheers to everybody. Cheers, baby. Have a... Ukam bu. Nima ish? Bek chiroyli qo'y siz. Men chekib qaradim. Siz emaskansiz. Meni avara qilmang. Papi. Papi? U kim endi? Ermek hayvanın ismi bu. Şundak. Canığı nispeten etkanda ben ermek hayvan. Sen bilen işim yok. Etme. Onu yaxshi ko'rasan. He. Ben muhabbet hikayesini pek yaxshi ko'raman. Rahmet. Bakın. Papi, qo'limni qo'yib et. Sen onu qo'g'lashmoqchimi? To'g'ri. İşlerin xayrli bo'lsin. Rahmet. Aji. Dadam, papi ishqinlarning bu ishni o'qdan qila oladiganliklarini ishonadi. Notimish odamlar kirib qolmasin. Uqdingmi? Hem haqli. Oldu. Hech yo'q. Oningda nima bo'ldi? Hech yo'q dedim-ku. Ay. Anlab turing. Bugun ota-onamning to'y xotir kuni. Meni avara qilg'uchi bo'lmang. Ular ota-onangizmi? Siznisa. Vah, bir baxtilay. Voy, nima qilayapsiz? To'xtang. Ay,
Sizler oturuvering ola. Tinchlikmi tog'a? Ha, tinchlikmi? Tinchlikmi hamma? Tinchlikmi? Men Siz- Mening Janudan do'stim Ram. Shundaqmi? tog'a. Muhabbatlashib to'y qilganmi yoki boshqalar tunishtirganmi? Boshqalar tanishtirgan? Yo'q. Muhabbatlashib to'y qilgan. Rostmi? Nimaga romantik? Amaliyotda men ularning hikoyasini anglaganda bakli ta'sirlanib ketdim. Agar siz anglasangiz, sizmi bakli ta'sirlanib ketsiz. Efendim, unda qilmay bir deb bering. Hozirmi papi? Deb bersingiz-chi, xonim. O'tinib qolay tog'a. Papi talab qilyotidi-ku. Ha, bo'ladi. Amisi anglab turinglar. Sizlar Adana. men uning uyiga ko'rishga Shundaqmi? tunji qatim uning kulgan chiroyini ko'rib, o'shimni yo'qotib qolgan. Intayin romantik. Wow. Ular uni kirib ketdi dedi. Men bu bahan tepib, uning keyinda kirib ketdim. U do'sti bilan birga meni mazax qildi. U ko'zni uzmay men qarab o'tdi. Chunki men ularning oshxonasida. U men qarab turgan shu chog'da bir parcha qog'ozga men sizni suymayman deb yozib qo'ydim-da, yurish qasam qo'yib qo'ydim. Onda shu yana qarab turdim. Belki cho'chib ketgan tog'a. Chunki u xatni Ambil elchiga oqsi elib oldi emasmi? Ondan qandoq bo'ldi? Ondan biz to'y qildik. Mana 25 yil bo'ldi. Muhabbat hikoyangizning boshlanishi bir qolsizgan. Ha. Bugun siz muhabbatingizni qanday ifodalaysiz? Men Mayli. ha? Ular qani? Men qahramonimiz bu. Men sizga chekka sizning ismingiz emaskan dedim. Anlab turing. Mening ismim bo'lsin, bo'lmasin. Men sizni tanladim. Mana shunday. Nima degan g'ayratli yigit bu? Qo'rqasin uning g'ayrati. Men sizning uningga qanday qaraydiganligingizni bilmayman. Biroq men ati chuqum uningga o'zining g'ayratini ko'rsatib qo'yaman. Qarab tursin. O'zini g'ayratini ko'rsatib qo'ying. Ha? Ay Janu, papi, sizlarni qaysi shamol uchirib keldi? O seni ogohlantirib qo'ymoqchi. Anlab tur. Ketadiğanda ogohlantirsangizmi bo'ladi? Avval menga qarang. Mening keng asira. Bugun sizlar qanday bo'ptimi? Bo'pti. Biroq sizning uslubingiz yaxshi emas ekan. Nimishqa? Qanday deysiz? Siz nimishqa meni qo'g'lisiz? Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Men bu bo'yinmoqda. Nima deyapsiz, papi? Men uni tushunmasam. Hay, siz mening nimamni tushunmoqchi. Siz golfda Golfda? o'ynashni bilamsiz. Men unda tirkishadigan musobaqaga bak o'sh. Siz shir yumurlarini so'zlayamsiz. Shir yumurlari? Kulma. O'yinni aylantirib oldingiz-ku. Men sizning ishingizni bilmasam qanday muhabbatlashim? Qog'ipti. Men qog'iptidek rasmsizman. Papi, qog'ining puti shuncha muhimmi? Hindistonda hech nima emas. Biroq Avstraliyaning soqchilari solab qo'ydi. U yana qonunda jinoyatmish, qonun xilof qilmish. Jinoyat? Jinoyat. 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 Sen zade nima qilmoqchi? Siz nimashqa meni qutqizsiz? Siz to'la golfda yumurlaringizni qo'ying. Urushishni bilamsiz? Urishish nima? To'g'ri, siz urushishni biladigansiz. Men urushishni bilamanmi?
bu yerda tashlab qo'yaman. Qanday qilaman? Atman bilan uchrashishga chiqaman. Sen onun bilan uchrashishga chiqarsan, uni eski deyapman. O eski odamlarga xos qahramon. Sen tushirajash mahashdan qanday qilamiz? Ular urishalamdi. Bugün ben gürüm qilmadim bilamsiz. Tabiiy chiqaydim. Abadiygasini pek yaxshi ko'raman. Siz meni nega gapirsiz? Hayron qoldim, ha. Shundoqmi? Qotdis, nega romantik muhabbet hikoyasi? Canım, to'xta. Mushunda qarab tursangiz men ketaman. Qo'z qilib. Shuna. Ko'sa qilyapsiz, men tushmayman. Oh, Tangri. Jana. Nima bo'ldi? Shirga chaqchaq qilib bo'lmaydi. Haqiqiy shirini ko'ring. Ko'rdingizmi? Ko'rgansiz? To'xtangizmi? Yo'q. U yoqqa qaramay. Yo'q. Mahmudraga qara. Buningdan keyin shir yumorlarini anglamayman. Chashqanning yumorlari bo'ldi bo'ldi. Bu zada qanday muhabbet hikoyasi? Ha? Bu zada qanday muhabbet hikoyasi? Ha? İchki muhabbet hikoyasi. Kestin işte. O degan bir qiz tursa, onun she'rni ko'zishingni nima ishdi? Agar meni o'limni ko'gim bor desam, meni o'ldirib o'tgideksan sen. Ben rastdan o'limni ko'rdim. Men rost she'rni ko'rdim. Papi, men rost she'rni ko'rdim. Yani she'rni ko'rdim deb ko'radigan deb qolsam, tozimi? Benim gelginim rost she'r. Mana bu shunday qilib she'rni keltirib shunday qiynab keldi. Mana bu shunchaki yaqin arvohdek keldi. Rost men uni inoq keldim. Chaytki, siz buni yoki bo'lmang. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz yaxshi ko'raman. Siz yaxshi ko'raman, uni qiyalida. Parvardigorim. Men bir umr mustaqillikni saqlab qolaman. Men bir umr yaxshi ko'raman. Hargiz vaqt chiqaman. Gap qiling. Gap qiling. Gap qilmamsiz. Gap qiling. Gap qiling. Gap qiling. Gap qiling. Gap qilishni biladigansiz. Bir ömür sizni yaxshi ko'ramayman. Nima? Rost. Sizni rostla bir ömür yaxshi ko'ramayman. Nim dedingiz? Men faqat ma'lum mezgil sizni yaxshi ko'ralayman.
Okka nima chaqirib? Alo. Nima dedi? Nima matlartimi? Sen faqat ma'lum vaqtda uni yaxshi ko'ra olasan, ha? Men degi savallikni qiz tarafdan deb o'ylabman. Asli savallik senda ekanda, ha? Soqchi efendi. Kim purtalish sonda? Bo'ralarga bilgansiz. Yana bor. Uning o'zini nimdab chaqlaydiganligini bilamsiz? Shundaqmi? Men düşdekmikanman? Men muhabbat dunyosidan falsira. Men o'zimni shundoq deb o'ylayman. Bo'ldimi? Qizlarni bir mezgil yaxshi ko'radigan holiga tek o'zini dunyodagi eng ulug' muhabbat shoyi deydi ekan. Qaraganda uning bu muhabbat masalasini mendan boshqa hech kim ishonmagan. Hey! Men sening eng ulug' muhabbat hikoyangni deb bergan, men bilib boqay. Men do'stim haqiqiy ifoni deb bergandan keyin meni tillablik ketdi. O qiz sirni ko'rgandan keyin olchib qoldi. Sen bo'lsang u seni ko'z qo'g'itgan qilib qo'ydingmi? Qiziqishda bu shundaqmi, ha? Uning meni yaxshi ko'rmaydiganligini bilaman. Undaq bo'lsa vaqtda agar bir sendan meni yaxshi ko'ramsan desa, sen cho'qim men sizni menga yaxshi ko'raman demamsan. Cho'qim qiz do'stim. O'ginib qo'y, ha? Ha, tinchlikmi Maya? Men hozir shirkatga keldim, siz nerede? Viktoriya doktorxonasida bir kichik qizga qon taqdim qilyapman Maya. Shundaqmi? Qizning ismini nimaligini bilamsiz? Kim ekan? Maya. Maya. Meni bek hayron qoldirdingiz. Sizni suyman. Men sizni suyman. Hozir o'qini elvatdi. Bek charchab ketdim. Sal turib qaytaray, ha? Xo'sh. Xo'sh. Qada, degansan. Muhabbet deganda shu ozroq yolg'on gap qilsan, uchur yo'llaysan, yumor etsan, ko'z sovuq qilsan. Men undaq yolg'on muhabbet lazım. Qanday lazım? Men haqiqiy ifon deyishni yaxshi ko'raman. Cano, ben sizga shundoq chiqib so'rayolsam, siz birasiz javob qaytardingizmi? Men aldırış yo'q qoldim. Pek aldırış. Men qarang, yangi shir yumur bor. Ana shu qalamsiz. Sen aldıraydım keyin Canay. Cano. Hey, Cano'nun bu yerden ötkeligini ko'rdinglarmi? Sen kim? Men uning loyiqi. Nima? Qo'yjan, u hamma odam qashqarlik qilgan bo'ldi. Uni ko'rdingmi? Hey, bu kimken? Sen kim hem de? Teşkimi kızlar? Hay. Teşkimi? Siz oldimi? Ha, men bilaman. Men getdi u. Hay. Hay. Siz kimni izlavatsiz? Cano keldimi? O nerede? Onu ko'rdingizmi? Ha, Cano keldi. U ana. Bu atrofda tezna ketgandi. Birdan-bir yo'qtirda. Nima ketgan bo'g'iydi? Qanday qiladi? Cano? Hay. Hay. Teşkimi? Siz meni izlaganmidingiz? Men sizni izlab ketgan edim. Shundoqmi? Albatta. Siz rostında onunla haqiqiy shirin ko'rsatdingizmi? O aşk beqaror bo'libdi. Oshirvatdinglar. Ram ayting, sadi kimni xohlashadi sizmi yoki umu? Sizniki Yanada o'zi deysan. www u oldi bilan izhor qiladi deb. Bu zoti nimadan dedi? O zodi nima bilan dedi? Cho'qim bundan keyin siz bilan menga birga bo'laman degan-ku. Yo'q. Amaliyotda men unda demagan. Şimdi menga ketinglar. Cano. Ram. Nima? Siz menga ayli. O, ma'qul. Hey, qanday romantik. Eng yaxshisi uni da jiraqroq turib. Bu teklifmi? Qanday xo'p ketdi bu? O ne acak şey qildi? Ha? Nayt yaxshi rasm chiqib qolgansiz. Qiziqish, men yaxshi ko'raman. Nimadan o'ylayapsiz? Kelgusidagi erimni siz bu rasmni qanchalik vaqt chizib bo'ldingiz, qanchalik bu yoqqa ketdi? Qanchalik egizlikni kim deysiz? Bir odamnikimi yoki ko'p odamnikimi?
O'zingizni ko'rib qanaqa hissiyatda bo'ldingiz? Nima o'ylayotganligimni bilishni xohlamsiz? Uzoqdan beri bir odamning chiroyini sezib keldim. Men bundan nihoyat xushal. Odamning chiroyini sizishni yaxshi ko'ramsiz? Ondaqda ancha ruh ko'rinmaydi, shundaqmi? Ondaqda nemishki chiroyimni yoqtirib qoldingiz? Sizni tunji qatim ko'rgan vaqtimda ko'zlaringizdan baxt uchqunining chaqnag'anligini, samimiy va qizg'inligini ko'rgan edim. Rost aytaman. Yana taq jiddiylikmi bor? Siz taqozo bo'lasiz. Men bundan huzur olaman. Ular ko'rib qolsa so'kishkidimi shu? Odam mening sizni yaxshi ko'rishimga sabab. Ammo bir mazgilda yaxshi ko'rdiganligingizni degan. Shundoq? Undan keyinchi? Ayrilib ketaman shu. Shundoq o'yladingizmi? Ayrilib ketamiz albatta. Biz ayrilib ketishdan burun oldi bilan obdaroq huzurini olaylik. Voy tova, siz aslida shuni desakkinsiz-da. Biz rostla ayrilib ketamdi. Ishonmabsiz, keling. Voyjon, u menga nimalarni ko'rsatgandi? Ay, Mado. Bu yoq keling. Endi keldingizmi? Bu yoq Jano, qiz do'stim. Jano, bu yoq Mado. Meni heliqiday. Siz oldimga qiz do'stingizni boshlab kerak bo'ldingizmi? Men uni bir mazgilda yaxshi ko'rdiganligimni desam, u ishonmadi. Shunga boshlab keldi. Hamma odam sizga o'xshash bo'ladi. Mendak? To'g'ri, siz muhabbatga qanday qaraysiz? Musiqaning nima keragi? Siz uni yaxshi ko'ramsiz? Men siz uni yaxshi ko'rasiz. Undaq bo'lmagan bo'lsa, u sizga yeb ishonmagan bo'ladi. Endi sizmi undan qutulolmaysiz. Mana bu uning usulidir. Yerim yaxshi, siz yaxshi ko'rmaslikda undan yomonroq kelsiz. U sizdan ayirib ketgan taqdirda siz boshqalar bilan uni sinishtirsangiz bo'lmaydi. U bir bahona deb sizdan shu hamon ayirib ketadi. Jano, sizga hasad qilyapman-jimi? Chunki siz uning suyishiga muyassar bo'ldingiz. Ham sizga esdashlik qilmang, Jano. Chunki siz hamon bir kuni menga o'xshash oqibatga qolasiz. Ay, Mado. Ağlab turam. Endi bu yerga ikkinchi kelguchi bo'lmam. Keling, qaytamiz. Hay, nima o'ylab ketdingiz? Uning bilan nemishqa ayrilib ketgandingiz? Chunki uning bilan bak uzoq yurib ketdim. Uzoq yurganim uchun ayrilib ketdimda. Bu nima gap? Yana ishonmayapsiz? Keling. Tuzukroq sabab bo'lmasa, hamma oldira boshqalarni ayrilib ketmaymiz. Surishtirib boqaman. Bu nima deganingiz? Men yaxshi ko'rgan qizimda o'taman. Lekin hozir muallim kichik vaqtida Madixonlarga erishib bo'ldi ekan. 9 muhabbat hikoyasi. 9 muhabbat hikoyasi? Siz 10-inchisi bo'libsizmi? Po'shroq. Men taxi o'man oshiq deb o'ylabdiman. Amaliyotda men uningga oshiq ekanman. Ha? Mana bu hikoyaning qonunlar sanoqchisi. Oldi bilan buni ko'rib turaylik. Sal boshqani ko'ramiz. Siz shundoq qilib boqqanmi? Men tehjigim ha? Siz boshqa jihatdan moda ko'rindi ekansiz, ammo o'ylaganingiz bo'lsa odatdagi odamlarnikidek ekan. Nima shunchaki qizlar bilan aralashasiz? Chunki men muhabbat bo'lmasa yashamayman. Siz ashulaning qaysiini bakrak yaxshi ko'rib qolgan? Va? Kimsi? Men-ku. Nima? Muhabbat tariximda men eng mo'jiza edi. Nimishqa oltinchisi bilan ayrilib ketgan? Chunki u har kuni meni uning sizni yaxshi ko'raman deyishimni umid qiladi. Shunga uningdan ayrilib ketdi. Nima? Shuning uchunmi? Voy tangrim, voy tangrim. Men yashab qolganman deb ko'rasiz. Vah, qoldi. Oqshom qiyamni. Nimishqa? Qarish taraf sizni yaxshi ko'rman degachdan ayrilib ketdim. Chunki u meni bir umr shundoq deyishimni umid qiladigan emasmi? Shundoq bo'lsa nima bo'pti? Ha? Chunki men sizni suyaman degan uch xatga ancha ishinib ketmayman. Shundaqla men bir umr shuning uchun yashashni xohlamayman. Jano, endi uni qayerdan topasiz? Hey, bu nima degan muqani o'yini? Muqani dedingizmi? Ha?
Köpçülük. Hay canım, nemin oylayapsınız? Men oylayapsınız? Biz muhabbetlashaylik.
Men onunğa "Manga sizni yaxshi ko'raman" degizmaslikim kerak. Bo'lmasa o'zimga avarchilik tapaman. Hey, sen o'zingni haqqa asli ko'zib bo'psan. Bu rost so'zingni anglagandan keyin qanday qilsang yaxshi ko'rarsan. Ha, agar qizlar meni yaxshi ko'rsin desang, azroq yolg'on gap qilishing, qisqirib kuldirga gul degandeklarni ko'tarak avatishing kerak. Qaqsarib aroq ichasan? Bu degan yasalmalar. Sen sarang bo'ldingmi? Ne bo'ldi? Achinib ketib qoldimi? Aroq ichsam achinib kamam deyamsan. Şuna haqiqiy ahvolni azroq yoshirishimiz kerak. Endi ishlayman, ha? Men xush bo'laman. Senmi shu? Hey, men sana o'xshash yolg'on gap qilaman. Senchi meniki muhabbat emasmi? Hay, Maya. Bu aroq ichgach sizni o'ylab o'tadi. Shundoq, men buni bilan aralashtirib tushyapman. Ketib boqamsiz. Ha? Ketaman. Bo'ldilar, men sizni bilmamdim. Undan yiroqroq turing desam, yana gapimni anglamabsiz. Shunda, asli gapingizni anglashim kerakdi. Ajab bezor bo'ldim. Menmi shu? Bu umrimda tunji qitim muhabbat hikoyasidan bezor bo'lyapman desa, nemishqa bundoq jiddiylashiz, ha? U boshqalarga o'xshamaydi. Rostdan shundoq bo'lsa, undaqda hech qanday masala yo'q ekan. Qandoq deysiz? Chunki u siz unga nafratlangan vaqtda u sizga chin ko'ngilni izoh qilib yurmaydi. Shundoq bo'lganda, siz yana uni yaxshi ko'rib qolasiz. U hargiz sizga men sizni yaxshi ko'rman demaydi. Papi, uni ayt xatarlikkan. Men bexatarligim uchun yanada uyda o'tirganim tuzuk. To'g'ri. Nayt, to'g'ri o'ylabsiz. Shundoq qilmay, qat'iy bo'lmaydi zodi. Ha? Voy, jon, bu ham bexatar emaskan bu. Hey, kim isteysiz? Hay. Canu uydami? Canu? O mening qiz do'stim. Hay. Oy, bundoq gap qilganda. U ashunda, u rost gap qiladi. Efendi, gel turam. Canu. Nerede Canu? Adam bormi? Albi! Allah. Qani o'g'limizni chaqirib chiqargan o'xshaydi. Juda to'g'ri bir amal topqin. Meni nima qildaysiz? Bunday hikoyalarni ko'p ko'rganligin bir taraf qila olaysan. Ahvolga o'xshash, lekin rolchi yemi tursa. O'zini qalay papi? Adam bormi? Tag'in bu yerda. Ay, papi. Eshitdingmi? Odamni bezor qilib yoki nima deb kelding? Canu bilan ko'rish kerak. Uning bilan ko'rishga keldingmi yoki turmushni vayron qildingmi? Muhabbat peshvosi papim shundoq gap qilaman. To'g'ri. Ammo men sendeklarning muhabbat hikoyasi qiziqmayman. Sen muhabbat hikoyasining qanday bo'lishi kerakligini bilasan. Nega? Mana. Qara bu sifatdagi qara. 55 yillik muhabbat hikoyasi, 25 yillik muhabbat hikoyasi, 18 yillik muhabbat hikoyasi, muhabbat hikoyasida bu shunday emas. Muhabbat hikoyasi. Shunda Hikoyaga borkan, ammo muhabbat bormi? nima? Qarg'umisan? Bu oila bir muhabbat tarixiga o'xshaydi juma. Shuni agar uning qatdan yeltini qurtulasanmi, cho'q munosib bo'lasan. Kimga o? Ha? Hay tag'a, ammo Siz... Ha? Ha? Men Canuni. Ha, Canu. Hey, Canu. Faqat do'st. Ha. Dada, o sizlarning to'y xatirkininglarga borgan. Ha. Siz texi muhabbat hikoyangizni so'zlab qo'ymadingiz. Papi oxirini so'zlab o'tadi. U uyga odam kelsalar, mana shundoq tarix so'zlaydi. Men faqat uni ko'zib qo'ydim hali. Ammo Ha? kulkangizdek chiroyli ekan. Buni qarang. Memnuniyetde o meni mush kulgisi bilan jalb qilib oldi. Hozirmi shu gapni qilyapsiz? Men rostlayapman. Bu hikoya Rasululloh qimmatli edi. Sizdan faqat birla, uning o'g'li. Nima? Eshitma dada, papi faqat Ramning boshqa jiddiy ishi borligini eskartib qo'ymoqchi. Shundoqmi papi? Ha, shundoqmi? Bo'ladi. Eskartmoqchi. Mana. Ha, Rasram. Ha tag'a. Vaqtingiz bo'lsa, Ma'qul. Chuqur. Mana. Nim deb kelding? Xayrli saharday desam, peshini anladingiz. Shu bilan keldim. Unda xayrli sahar. Xayrli sahar. Kech qorong'ishayli ma'qulmi? Ma'qul. Qayerda? Sizdan. Soat nechida? Soat 10da bo'lsin. 10da ko'rishaylik. Xo'sh, papi. Uning nemishqa vaqtni deb bersiz. Men bu muhabbat hikoyasini bilsaydim. Efendim, nima kechikib kelasiz? Men kelgili 2 soat bo'ldi. Men tek so'ygini bilan ko'rishga keladigan bo'lgandan keyin baldir keladi deb o'yladim. Sizga tushuntirib qo'yman. Qani o'tiring. Canuru, ben efendim, o benim. Ben 13 yıldır beri
uni saqlayapman. Bu birinchi yilda o'qiyotgandagi qarindishi. Tunji qatim o'qib urgan yig'ni. Qahva qutisi. Zanjir. Ha, bo'ldi. O bularni bilamdi. Ya bilmaydi demişqa. Agar u meni rad qilsa, meni deydigan boshqa gapim qolmaydi. Undaqda meni nima qil deysan? Siz meni qo'llab, men sizga yo'l qo'yay. Sen meni bu ishlarni qil demoqchimi? Yo'q. Siz uningda voz kechsangiz bo'ldi. Voy. O mening yuragimga dasidi. Yuragimga dasidi. Buni nima? Nemish uni bir narsa tashlaysiz. Bu ahvasanduq emasmi? Undaq emas. U degan mening aslimam. Aslimangmi, texi? U kim bo'lib ketdi? Qaraganda Janoning oshiqida qiladi. U uni 12 yil saqlabdi. U meni voz kech deydi. 12 yilmi? Shundaq. Men qarang 12 yillik apandi. Nima? Siz uni rostda yaxshi ko'ramsiz? Ondaqda do'stim siz bilan qandaqmi baslashalisin? Uningga har qancha bo'lsa necha kun, eng ko'p bo'lsa bir necha oy bo'lgandi, ammo siz shuncha so'ygan tursangiz, shundaqmi, ha? Shundaqmi? Shundaq. Sizga rost gap qilsam, u unchalik savrchan emas. Undaqda men ortiq ishni ham yaptiman. Siz hargiz men bilan baslashamaysiz. Shamat qilishga men hammadan bek usta. Xo'sh, sandoqingizga yaxshi qarang, ay. Xato demaganman, u rostla yig'ib saqlovishgan emasmi? Soat 10 bo'lib ketdi, hech bir kelaydi. Men Mayaga soat 8 da ko'rishib kelishib qo'ygan emasmi? Maya, bir kala hadisda o'lib ketgan kuchini kechikib qoldim. Hozir yo'lda 5 minutli yetib borman. Mayli. Texi su qolisimi bama? Sen bu yerni antipiyolar deb qoldingmi nima? Shundaq tog'a. Siz hozir uning yoniga borman deysiz. Ammo u sizni sinayotgan tursa, bu ish endi bek chigish bo'lib ketdi-ku. Faqat kallamdan o'tmadi. Shundaqmi boramsiz? Kiyim almashtiramdim. Bo'ladi. Kemadimiz bu. Keldim mana. Hozir necha bo'ldi? Vaqt qarshingizga ancha yaxshi emasmi nima? Telefon qilsam olmaysiz. Uchir qilsam qaytarmaysiz. Ajba telefon qilib ahvol so'rashni bilmamsiz? Siz meni bekorchi odam saqlashdan boshqa ishni qilamaydi deb qoldingizmi? Kechikib qoldingiz. Bir soat ko'rsam. Men nima qilish to'g'riliq o'yinni qilman. Ikkilam. Uyingizga boramda? Xotirjam bo'ling, hadamida yeznam uyda bor. Men uyingizdagilarni tushundim. Ajba siz tushunishni xohlamamsiz? Ularni tushunib nima qilay? Xuddi men siz bilan birga o'tadigan. Ya'ni o'zingizga gap qilyapsiz? Yo'q. Biz ketamiz. Soat nechida? 11da. Agar uning hadis bilan yezni sikdotlab beradigan bo'lsam, u chiqim o'zgaradi. Hay Jano. Hay. Haqiqatda kiram. Yaxshi, vaqtida keldingiz. Yezni bilan adingiz-chi? Ular chiqib ketdi. Ha? Meni kelaman. Siz bu yerga zodi meni deb keldingizmi yoki ularni? Albatta sizni-da. Nemishqa bunday kiyinib olasiz? Mas'ullik bormi? Shunday kiyinib men bilan ko'rishmoqchiman. Qandoq deysiz? To'xtab turing, ha? Feel at home. Qo'shan. Yarashdi. Bumi bor. Hey, Bu nima? Siz o'g'il do'stingiz bilan ko'rishga kelganda qizim kiyinishni bilmaysiz? Savol so'rsam bo'lamdi. Sizning eng uzun muhabbatlashgan vaqtingiz qanchalik edi? 307 kun. Qisqa bo'lganicha? 1 kun. Nemishqa bundan so'raysiz? Mendan qachon ayrilib ketadiganligingizni bilish uchun. Ay, ahmoq jonim. Men hozir sizni yaxshi ko'rish usulini o'ylayapman. Aksincha nemishqa ishni o'ylab qoldingiz, ha? Avval meni yaxshi ko'ring. Hargiz sababsiz ayrilib ketmaymiz. Shundaqmi? Ay, acha bilan yesna. Hay, hech yuzlanmadi. Hech yuzlanmadi. Qiz do'stim. Qachondan beri boshlandi? Qanchalik bo'ldi? Og'zingiz yumon. Men bir stakan qahva bersangiz-chi. Ma'qul. Rahmat. Hay. Hay, nimishqa bu ishlar yuz berdi-qanda. Qahva keldi. Rahmat. Ena.
haqiqiy ahvolni devasa ishlar qandoq bo'lib ketadi? Qandoq deysiz? Qahva ichgan chaqda tamak chekidi. Qahva yeymiz. İçmeymen. Nemishqa? Ben içmeymen dedim kol. Erketam. İçmeymen desem. Saqlab turasiz. Qahvani ichmasangiz foydasi yo'q. Voz kechish tegishligidan voz keching. Nimede vazgeçmem. Acaba bilmamsiz. Demekçi boğunamaz. Ben tamak çekiş için kahve içmeptim ben de. Bilmasangiz men o'ylayotganingizni obdan bilaman. Siz nimeni bilettiniz? Hiç nimeni bilmeysiz. Jo'ylayapsiz. Şunda. Yana bildiryapsiz. Şunda kozum boptu. Bek oshirapti. Ben kaşır vettiniz. Ular taqalishib ketdi, ajratib Ne qo'ymansiz. boptu? Bering. Ularga men deb bering. Og'zingizni yomon. Ağzınızı yumon. Endi bir yaxshi advokat. U hatto arvohlarni ajrashtirib yetalaydi. Meni sizlarni shuning bilan ko'rishib beqinglar. Men yeznamning yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Sen diyezlarni ajrashtirib etmoqchimisan? Tazimi bir. Akilanga kartini bering. Oy qarısınadı. Lo'yr qarı. Nimishqa ularni ajrashib ketinglar deysiz? Nima? Siz yoqtirmamsiz? Ular qanday ayrilib ketishini bilmaganligi uchun hozirga qadar birga o'tyapti. Bu jihatda siz xili talaylikchimi? Hech bo'lmasa qanday vaqtda erlarning ayrilib ketishini bilasiz. Bunimi talaydigili bo'lamdi. Bu degan nasbisish. Neymiş qanday chiroyli yasnib oldingiz, ha? Uning uchun bo'lmamdi, papi. O'ning uchun dedingizmi? U qarg'anda shunaqa qilishim yoqtirdiganda qiladi, bo'lmasa menga demagan bo'ladi. U buni menga so'g'is tutdi so'zlab berdi. Bu muhabbat hikoyasini tushunmayli qoldi. Tayyor bo'ldim. Nima bo'ldi? U bugun meni oramaylang deydi. Aram eling deydi. Bundaqda muhabbatni aram edish bo'ladi ekan-da. Bu qanday muhabbat bo'ladi? Ey Jano, bir ish bo'ldimi? Ha. Ay, yo'q. Shunday qilib meni ta'sirlantirib baqdingizmi? Hay Janu, sevgilingiz har kuni yangi shaklda ko'nglini ifodalayotdi, jimo. Haqiqatan bir qaltiskan, qarang-a. Uning o'ylig'ini nayt qaltis, ammo ko'z qarashi odamni bak bezor qiladi. Nimish bo'ldi? Bu yoqqa keling. Agar bir sizni mushuna quchoqlab qanday qilasiz? Men xush bo'ldim. U oldi bilan mushundoq qiladi. Keynidan tashlab yetdi. Tashlab yetdi dedingizmi? Siz uni qahramon da'vatmamsiz. U qahramon emas. Qahramon siyoqiga kirib olgan ablah. Muborak bo'lsin Jano. Bu ikkimiz tanishganda bu yoqqa tunji qatam tug'ilgan kuningizga. Ati berib rosa o'ynab, katta tabriklab kelaylik. Papi. Qaltis muhabbat hikoyasi. Rama telefon qildi. Nima bo'ldi? Bugun mening tug'ilgan kunim ekan. Yo'q bo'lgan filmlar. Muborak bo'lsin. Men aslida keyinroq tabriklaydigan. Meni mushning uchun o'yg'otdingizmi? U tug'ilgan kunimni tabriklayman deb meni o'yg'otdi. Shundoq. U sizni tabrikladimi? O ati usul o'ynab kelayli deydi. O kelar qitimliq tug'ilgan kuningizgacha ayrilib ketadi. Shu usul o'ynaganning impoyisi sarang bo'ptimi u? Mening muhabbati hikoyamning bo'g'ib tushib qoladigan deyman. Biz onun gitini anlamagan, o ko'rsatgan narsaga qaramagan tursa, biz onun qilganlariga chidab bo'lamiz. Voy yo'q. Unda qadamni hech kim yoqtirmaydi. U xuddi bir quyunga o'xshaydi. Men uning ayda nima qiladiganligini bilmayman. Xuddi men qo'rqyapman. Qo'rqishingizga hojat yo'q. Menda bo'layotganman. Sizga hech ish bo'lmaydi. Sizni qutqizdiganga nayt qaltis bir amalim bor. Qo'pa. Mubolag' qilmasak bu o'yinni buzib qo'yamiz. Telefonni bagina. Hay, xush kelding. Voy tarim. Janoni ko'rdingmi? Yo. Yasinmagan tursa qo'tonlar ham hargiz qo'nmaydi-da. Papi! Ko'rsatgan aqlim qadag'roqqa. Ayt qolsizga. Hamma ish kontrolligimizda. Shundaqmi? Shundoq. Uni
Onun göz aldığını tırırsam o beni fakat tanıyanmadı. Beni tanıyanmadı. Hem kandak makçı. Onun aldığını yeni bir kadın eteyim mi kesteyim. Mana bana çaşkanın başına aldığını sol oyunu şeye değmez. Bunu da şunda kılar. Sizge Ahmet Pleymen. Kechiringlar. Siz Janu bo'lamsiz. Bugun aramizga taleylik odam maydon keldi. Ay Rajesh, bularning hammasi Januning tug'ilgan kuni uchunmi? Nima degan romantik. Bu yarmas men uchun bir haqiqatan shunday qilib baxtdingizmi? Hey. Hey, Janu, nima Hey Amina. Hay. Januni izlayapsan sen? Ha, Sen onun tug'ilgan kuni uchun keldingmi? buni sen qanday bilasan? Bizning biladiğimiz bekli ko'p. Biz sening muhabbet hikoyangga kirsak Ama deymiz. bayılı tehe senin muhabbet hikayemizge suqunib kirgan. Oo. Sizlar heliqi baqaqchiga ismi yozilgan ekansizlar-da. Nima degan qiziqarliq, ha? Sizlarni ko'nglimdan xushaalman. Ha, rost. Bularning hammasini Januga berish uchun tayyorlanganmi? To'liq qilma. Biz qaror qilib bo'ldik. Bugun Januning tug'ilgan kuni. Aramizda birimiz uning to'y taklif qo'yamiz. Janu biz bilan o'yin o'ynasa, sen tuyuqsiz qisilib kirding. Hozir biz Jano bilan o'yin o'ynamoqchi. Sen taleylik kimni topsan bo'ladi. Sizlar tek tortish o'yini o'ynamoqchimi? Ma'qul. Qani boshlaylarmiz. Boshlanglar. Ular ichidan birini qo'llar yutdi. Berib qarab baqayli yuringlar. Sizlar o'yin o'ynashni qaror qilibsizlar-ku, nimishqa mening ismim yo'q? Sen nima qilmoqchi? Ha, men o'zimning ismini yozdim, ammo o'zim tanlasam bo'lmaydi. U yana koni hirisini ishlatyapti. Mayli. To'xtab turinglar. Hey, sizlar. Bu yoqqa kelinglar. Ha, qani, kelinglar. O nemish qizlarni chaqirdi. Sizlar qolgan uchta dag'aqchini tanlab beramsizlar. To'g'ri, 3. Bu nemishqa uchtaydi. Asli bir bo'lish kerak edi, to'g'rimi? Hey, nimishqa 3? Man qara. Shuni olgandan keyin qilib qolgani Januning so'ygini bo'ladi. Qani, tanlanglar qizlar. Bo'lamdi? Qani, boshla. Bo'ldi. Qani, endi qarab boqaylik. O'zinglar qaranglar, ha? Kira. İkinci qaytam tutuş bo'ldinglarmi deyman. Maqbiyatlik oshkoralanib qoldi. O'yiningizni to'xtating, papi. Nemish bo'ldi? Siz faqat bir nuqtada yashayotgansiz. Men sizga yana bir nuqtani ko'rsatib qo'ymoqchi. Soğuk qandarakkan. Yaradımı? Hey, İşinizni qilar. to'xtang Janu.
Papi, başqa nuqtadan yashashdan qo'rqidi ekanman. Chataq bo'pti. Men nurg'ilgan muhabbet hikoyalarini anglagan. Ularni oson tushungili bo'ladi. Ammo siznikini tushunmak pek tasif to'xtadi. Qanday ish bo'lib ketdi bu? Papi, agar mushundaq ketaversam uni yoqtirib qolamanmi? Agar siz mushundaq gumon qilsangizlar, cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Men sizni faqat bir odam qutuldira oladi. Kim, papi? Dadingiz. Dada? Shundoq dadingiz. Sen o'zini kim chaqlab qolding? Tug'ilgan kunida shu narsa so'q qildingmi? To'g'ri, birodar. Hey, ag'ina. Hammasi siz uchun. Nima bo'ldi? Ben 12 yıllık muhabbetimde vazgeçtim. 12 yillik muhabbetimdan dedingizmi? Kim uchun? Canım için babam. Canon uchun? Canon'un toy iş bitiklik oldu. Et çay iş güzüldü. Cano o to'y qildi ekan. Hammasi sizlik hesaptınız. Sen muhabbetten kepini qilib yursang, haq hozir to'y qilib o'tibdi. Endi vaqt kechdi. Birodar, sen meni qurbonlikda demoqchiman. Qildig'ini o'ylab baxmabdiman. Dadam haqiqatan vaziyatni o'zgartirishimi? Yigitni ko'rdim, u nayib kelishgan ekan. Janu, sening romantik turmushing endi boshlangan bo'ldi. Qarshilamiz. Sening do'stingmi? Shundoq aka. Sen nima kelding? Men Cano bilan paranglashmoqchi. Bo'lmaydi. U hozir to'y qilmoqchi bo'lyapti. Nimanchi tez? Mendan ansirgashkilar shundoq tez bo'ldimi? Sana masala silishimiz kerakmidi? Men bilaman tag'a, sizlar Canoning meni yaxshi ko'rib qilishidan qo'rqsizlar. U degan sening xiyoling. Ma'qul. Cano chiqib o'zi desin emisa. Ailemizde söyledi nesebimizden yıldızı hesaplanırdı. Bunu sen bilmegen bilen Cano'na ait aydı. Meyli kançılık sözleşken hiç kandak nersi Cano'nun kararını özgertemeydi. Oldu, otursun. Yaxshi. Siz to'y qilmoqchimi? Dadangizdan qo'shilib qolib, sababidan bu to'yni qilmoqchi bo'ldingiz, to'g'rimi? Mendan qo'rqqanligim uchunmi? Undoq emas. Nimishqa? Bu qarorni kim chiqardi? Siz qandaqsiga qaror chiqara olasiz? Iliq baqaqcha orqaliqmi? Dana, yigit kim bo'ldi? Yaxshi tanlabsiz. Falskan, unaga teki bering, sizni to'samayman. Ammo savolimga javob bergandan keyin ondan uning bilan to'y qiling. Tushundingizmi? Uningga nima uchun tegisiz? Nimishqa uni tanlab qoldingiz? Uning sizni bir umr yaxshi ko'rdiganligiga qanday kafolatlik qilasiz? Meni javob bering. Javob berishimning zaruriyati yo'q. Sizdan so'rayapman-ku. Bu masalalarga javob bera olamsiz yo'q? Agar javob bera olsangiz, turmushingizga aralashmayman. Unda qo'ymaydi ekan, hech kim turmushingizda meni haydab o'tmaydi. Janu? Yana sizni chaqiryapman. Bering. Ey bichara. O mama o'xshash muhabbetining qurboniga aylanib ketdi. Qurbonlik demsan? Uma? Uni toz tushunmaydiganda qilasan. Sen uni tushunaman deb avor bo'lma. Ezib qolsan. Men so'zlashib qoldim. Faqat 2 minutlik ketdi. Meni ishinglarni qilaveringlar. Hay, qani bering tag'a. Xayrli ishda kechib qolibdi yana. ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం వీడిని ఎలా డిసైడ్ చేశాం లైఫ్ లాంగ్ లవ్ చేస్తానని ఏంటి నమ్మకం వీటన్నిటికీ మీ దగ్గర సమాధానం ఉందా అని అడుగుతున్నాను Dada, mening bu to'yni qog'im yo'q. Hozirga qadar siz boshqalarning muhabbetini qurbon qilib keldingiz. Endilik ularning to'y ishini buzg'iltirdingizmi? Uni yaxshi ko'rmagandan keyin to'yini buzmasangiz o'mamdi. Sizning odam degan bo'lamdi. Qo'ymay, please. Jano hayotida tunji qadam to'g'ri qaror chiqardi. Biz uni qo'llashimiz kerak. Nimishqa? Uning uyiga boramiz. Yo'q,
Eshitmamsiz. Chiroyingiz bekli so'ziq-ku. Chekkan qizim. Eshitma otaga. Ey Iskixon, yaxkilar. Men jonovida azroq paranglashqili keldim. Sen onun to'y ishini buzib, yana bu yerga kelishga petindingmi? Ha, aka, uni bo'ldi gap qilma. Yo'qol. Yo'qol. Yo'qol otman. Yo'qol. Yo'qol otman. Ağa, o'zingizni bekitib Ağa, qizingizning to'y ishini men buzmadim. U o'zi qaror chiqadi. Bu ishga kimning mas'ul bo'ladiganini obdan bilamiz. Tez bu yerni yo'qol. Qo'l quruq gap qilmay, bu yerni yo'qol. Men seni. Men uning bilan o'zim ko'ramish. Qilaman. Men to'y ishimdan yenib oldim. Ammo bu sizni yaxshi ko'rganligimdan yeritmaydi. Burun chak o'yini o'ynagan edim. Men sizning bir ishingizni o'ylardim. Chunki men mush vaqtgacha men zodi qandoq odamga ehtiyojli ekanligimni bilmay yurib ekanman. Buni siz menga bildirib qo'ydingiz. Men meni mangu suydigan har kishiga muhtoj. Ammo shunisi aniqki, u siz emas. Cano. Biz uchelimiz sizni yaxshi ko'rib qoldik. Biz uchelimiz sizni yaxshi ko'ramiz. Aramizdan birsimizni tanishingiz kerak. Aşk mashg'ula bayramidan burun qaror qilib bo'laman. Hey Cano. Hey birodarlar. Kechiringlar, shunlarni qilib beringlar. Hech qisi yo'q. Men bu yerda to'xtab turaman. Ya u o'zi yaxshi ko'rmaydi, ya bizni yaxshi ko'rib qo'ymaydi. U ashunda qadi. Biz uning oldidan xabar berib qo'yamiz. Cano. Hey, to'xta. Sen uning nimaga ko'ngil bilib ketsan? Chunki men uni yaxshi ko'raman. Sen uni yaxshi ko'ramsan? Undaqda o seni yaxshi ko'ramdi. Chek o'yini ichidan Usmonni o'chiribdi-ku. Shundaq turug'liq, o'zing yana ishonching bormi? Hey, agar sening uning seni yaxshi ko'rdiganligiga ishonching bo'lsa, nima ishqa meni bo'lmagidak, ha? Sen o'zingga pakli ishini ekansan. Lekin u oshiq mashqlar bayrami kuni bizga qarorini bergan bo'ldi. Hey, Cano. O'shunda qilishingizning zaruriyati bormi? O'z ishimga o'zim ega. Albatta shunday bo'ladi. Ammo siz o'zingizni bir umr yaxshi ko'radigan odamga muhtoj. Undaqda qanday qaror chiqardingiz? Qanday bilasiz? Sizdek odamni topmoq bas. Ammo haqiqiy yaxshi ko'radiganlarni topmoq bas oson. Men topa olayman. Qanday? Tasjimo. Men topa olayman. Tas dedim-ku. Men o'zimning nima o'ylayotganligimni bilaman. Men uni chuqur topa olayman. U kim o? Bo'ldi. U qayerda? Ma'qul. Men emas. Undaqda yiliq uchtisimi? Va yoki havo qismakini qolimi? Va yoki ko'kmaykiligimi? Va yoki av shumi? Zali kim o? Umu yoki bumu? Oliy maktab ichida tanlash shuncha ko'p tursa, bu yerda-ku, bu davlatda-ku, butun dunyoda-ku Cano, sizning zodi qanchalik tanishingiz bor? Bir qancha milliard odamning ichidan uni qanday topmoqchisiz? Nima? Ajba shuncha ko'p odamlarning ichidan bir odamni topam ekansiz? Men cho'qim uni tepishim kerak. Bo'lmasa uning deganini qabul qilmay amalim yo'q. O sening nimanti? Sen onun qanday odam bo'lishini umid qilading, ha? Qizlarga ular o'ylagan fursatni bermaslik kerak. O cho'qim telefon daftardan ismingni o'chiribdi. Kim telefon qilyapsan? Canoga. O'zing shuncha ishlamsan? Yana keldi. Tekma. Ay papi. Hey, boshqa ishing yo'qmi seni? Telefoning haqsiz bo'lgan taqdirda boshqalarni izla. O sana qarorni aniq aytdi-ku. Ha? Anglamadingmi? Sarangmiyasan. Men uni obdan tushunaman papi. Ammo u rost gapni deymisa. Sen zalin nima demoqchi? Menma, uni qadab qo'ying. Ahmoqlik qildi. O nima deydi? Bu sizni ahmoqlik qilyapti deydi. O shunday degan bo'lsa to'g'ri ekan. U azaldan yolg'on gap qilmaydi. O bu ketimni yolg'on gap qilmadi. Hay Cano. O'zingizga nima deb qoldingiz? Ha? Men daldim ekanman. Ahmoqani qaror chiqaribdiman. Ishonmamsiz? Sizni rad qilganligimni ahmoqanlik bo'ladi. Cano, bo'ldi bu gaplaringizni qo'ying. Siz o'zingizni bir umr yaxshi ko'radigan odamni topaman degandingiz-ku, ha? Shundoq. Shunga siz. Men nihoyat yaxshi qaror chiqara olayman. Tushundingizmi? Mana bu mening sizni ahmoq deyishimga sabab. Esingizda bo'lsin, bir umr yaxshi ko'radigan er kishi bo'lmaydi.
Chunki erlar yaxshi ko'rish tuyg'usiga ishonmaydi. Cano. Men muhabbatni sizdan beklak tushunaman. Gapimni anglang. Muhabbat degan ma'lum vaqtda ozroq yaxshi bo'lib qoladi. Cano, siz oldidan gangirab ondan uning ma'nosini tushunib qolasiz. Shu joyga borganda meni cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Hozirga qadar o faqat muhabbatni ma'lum mezgillik deb kelyapti desa, o muhabbatni ma'lum vaqtda ozroq yaxshi bo'lib qoldi deb turgan. U o'zini muhabbat peshvasi deb qoldimi nima? Men bu muhabbat ikasiga uch. Sara bo'pti. 12 yil qisqami? Bir tarafdan ko'z qarashga ega bo'lganda ashnoq o'xshash ko'zoynak taqib oladi. Ularning hammasi talab qilganmidi? Ha? Biz bir-birimizni izchil yaxshi ko'rib kelyapmiz-ku. Muhabbat degan bir mo'jiza. Anlab turib. Bu sizning kallangizda ilishtiryapti. Love is endless, you know. Love అంటే ఎప్పటికీ ఉండాలి కదా. Yes. Love is forever. Just believe it. Look. వాడు అనవసరంగా నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు. అక్క shu chog'da uni qo'yayotganimizning o'zi cho'ng xatolik bo'pti. Uni qo'yatmasak bo'pti ekan. Yaxshi tot. Tag'a. Yaxshi o'rdingiz tag'a. Sizga tandan ketmakda Moskvaga kerak. Va ko'p kuchni talab qilib ketmaydi. Meni ko'rishni qalmaysiz-ku deyman. Bek talalikkansan. Shunga bir aytlarimsan, ammo ehtiyot qil. Voy tag'a, men uncha qo'rqinchaq odam emas. Golf topni orqadan o'rinsiz. Men qanaq top bilan hujum qilishingizga bakla amroq. Mayli qanaqla bo'lsin, Yusrani bo'g'ini yaxshimikin deb o'ylayman. Men Janoni bek yaxshi ko'raman. Nahayat yaxshi ko'raman. Agar 25 qatam hujum qila olsangizlar, qizingiz 100 nomer qo'yadi. Oramizda kichikina o'xshashmasliklar bor. Men uningga muhabbatning vaqtini hayt qisqa, biz faqat bir mazgillikni yaxshi ko'rishamiz degan edim. Bu gapirib qoldi tag'a, men faqat oldin asoslantirib qo'ydim xolos. Agar u tushunsalar, cho'qim meni yaxshi ko'rib qoladi. Siz-chi tag'a? Buncha aldirib ketsangiz ancha muvofiq bo'lmasmikin? Jano meni yaxshi ko'rgandan keyin, ondan uning bilan paranglashman. Xayr xo'shamsa. Ey, shunga men tag'am bilan dadamga bak o'sh, ular meni tushunmaydi. Unaga uzoq vaqt ketadi. Men hargizmo so'latmas bekzada emas. Men Janoni haqiqiy yaxshi ko'raman. Rostini desam, men degan bir ulug' oshiq. Haqiqiy so'yilguchi. Sen bekle joy etgansan. Nemish qo'ningga telefon bermaysan? Agar u boshqasini tanlab qolsa, u chog'da qanday qilasan, ha? Sen nimalarni o'ylaydigansan o'qimading? U cho'qim shunday qiladi. Vaqti kelganda u hammani tushunib qoladi. Hay Maya, sizcha shunday odam bormidi? Men sizni ogohlantirib qo'yay. Meni u chaqirgan. Men ketdim. Shunday odam bor deganda mingning ichidan biri chiqadi. Men ko'rmadim. Maya, siz ko'rdingizmi? Bo'ldi qilar. Agar Janu shunday odamni topa olsa, cho'qim boshlab kelib men ko'rsatdi. Shunga telefon qilib uni avar qilmaydi. Liza, sizga nechta ketin deyman. Endi menga telefon qilib meni avar qilmang, ma'qulmi? Ikkimizning ish oyoqlashdi. Endi meni avar qilmang, o'tirib qolay. Ma'qulmi? Kechiring efendi. Bir ish bo'lmadi. Hech ish bo'lmadi. Rostda o'tamsiz? Shundoq. Men hech ish bo'lmadi, rahmat. Hey Ram, Janu keldi.
oxşal göründü o. Qarğada o'shunda qadamni topgan o'xshamamdi. Shundoq bo'lsa men xushal bo'laman. Mangayli. Hay jana. Hay. Aqatlı şahsadınızdan tapa oladingizmi? Siz meni topamaydi deb qolgan shundaqmi? Men sizga undaq odamni topamaganligimni degan ekanmidim. Men sizga shuni deb qo'ymoqchi. Men uncha ko'p so'ygini topolmadim. Ko'pchilikning hammasini ayt yaxshi ko'radi ekan. Men ularning orasidan o'zimga kerakligini tanlab olaman. Yaxshi. Qachon? Oshq mashqlar bayramidan burunmi? Vaqt cheklimisi yo'q. Bu mening turmushim. Xohlagan vaqtda qarar chiqarman. Jano, siz undaq odamni topamaysiz. Meningcha qat'iy topamaysiz. Siz 9 qatim mag'lub bo'ldingiz. Shunga shundaq deysiz-da. Ammo men muvaffaqiyat qozongan nurg'ulg'an hikoyalarni bilaman. Shuni topa olayman. Amaliyotda bularning hammasi mag'lubiyatli hikoya. Mag'lubiyat? ఏంటి మాట్లాడేది ఇప్పటికీ మా అమ్మ నాన్న ఎంత ప్రేమగా ఉంటారు తెలుసా పిన్ని బాబాయ్ నా ఫ్రెండ్ సోని లవ్ లో సూపర్ గా ఉన్నామని చెప్పారు వాళ్ళందరూ అబద్ధాలు చెప్తున్నారు లవ్ అబద్ధమా నా లవ్ అబద్ధమాడు మన లవే అబద్ధమంటాడు How dare you say like that? What the hell, man? Please shut up. అందుకే వెళ్ళడం నచ్చుడు మాయవాడు ఆమె చెప్తుంటాడు పట్టించుకోకు కూల్ ఎంత ధైర్యమే వాడికి మా తమ్ముడు చెప్పింది రైట్. మీరు ఇంకా దగ్గర తాగుతున్నారు కదా. వాడు నీ లవ్ స్టోరీకి మాత్రమే విలన్ కాదే అందరి లవ్ స్టోరీస్ కి విలన్. You shouldn't leave him. Where is he? Hey Jano. Bu qanday gap? Nemishqa buncha ko'p odamlarni boshlab keldim. Chunki siz sevgimizni saqla debsiz. Men sizlarni demidim, hamma odamni ko'zda tutib mushundaq degan. Acaba biz shularning biri emasmi? Bizning muhabbatimiz birdan bir. Agar siz uni saqla deb qarsangiz, buni biz qanday qabul qila olamiz? Ma'qul, chatoq yo'q. Ansiraman. Hey, bo'dikini akila. Ma'qul, biz bir o'yin o'ynab boqaylik. Botulka o'yini. Botulka o'yini? Botuk to'xtagan vaqtda uning og'ziga o'rnatib qolgan kishi raskab qilish yoki xatarga tavakkul qilishdan birini talish kerak. Raskab qilish. Ham tavakkulchilik. Raskab qilish. Sizdan mendan har qanday savolni so'rasangiz bo'ladiganligini bildiradi. Lekin siz cho'qim raskab qilishingiz kerak. Demak, biz raskab qilishimiz kerak. O'zimizni hargiz bo'lmaydi. Xatarga tavakkul qilishni tanlag'uvchi cho'qim boshqalarning har qanday talabini qabul qilish. Undaqda biz shirg'i yuzini saqaylik. Ya'ni haqiqiy qiyofamiz dal shirg'i o'xshaydi. O'rmonga kirish bilan bu o'yinni o'ynash o'xshash bir ish. Tushundingizmi? Bo'ldingizmi? Tayyorlanib bo'ldik. Tayyorlanib bo'ldik. Bo'ldi. Voy, menga to'g'ri kelib qoldi. Hamsi bir savol so'ray. So'ra. Siz yaxshi ko'rishni bir mazgillikli bo'ladi deb Albatta shunday. Yaxshi ko'rish boshda shuncha lazzatli bo'ladi, ammo u keyinchi bir safarga aylanib ketadi. Ishonmabsiz? Undaqda Satiyadan so'rab beqing. Satiya, bunda qamashma o'yinni o'ynamaydi. Yura. Qara, sana keldi. Yolg'on gap qilma, ha? Qil, so'ra. Agar chiroyliqini ishki qiz san tarafga qarab kelsa, buning biri muhabbat xarakter, yana biri shahvat xarakteri bo'lsa, qaysisini tanlaysan? Muhabbat xarakterini tanlayman. Unda sen uni qanday bir taraf qilsan? Sualni sizdan so'rashchi. Men ularga sevgini borligini aytaman. Javob berishni bilmagan bo'jarman. Men boya muhabbatni tanladim-ku. Hay, sana keldik. So'ra, hammanglar jonini yaxshi ko'raman deysizlar. Agar u biringlarni tanlasa, kim uning uchun qurbonlik berishni xohlaydi? Kuchinglarmi? Bu dal hammanglarning uningda voz kechadiganligini bildiradi. Yana aylantiray. Mana, sizga keldik. So'rang. Uni nimishqa yaxshi ko'rasiz? Chunki u meni bir umr yaxshi ko'rdi. Buni qanday bildingiz? U to'yda aytib qo'yganda o'zi shunday degan. Shunday degachkira uni yaxshi ko'rdingizmi? Muhabbat to'g'risida yolg'on gap tutaqanlar bor. Bu botul ko'rsatgan odamdan so'raydigan savol. Men sizdan so'raman. Uf. Ha? Yana menga gap bu. So'ragan. Yolg'on gap qildim. Tan ol. Tan olay. Bo'ldi.
qiling. Bu sizning meni aldaganligingizdan derekmanman-da. Yo'q, men qasd qilmadim. Men faqat yolg'on so'zlash orqali sizni xushal qilmoq istadim shu. Acaba siz meni xush qilish uchun yolg'on so'zlaganmisiz? Yo'q, xato tushunib qoldingiz. Men demakchi, Unda siz yaqindan beri izchil holda men yo'q, o'tirib qolay, xato tushunmam. Men unda qilmadim. Yo'q. Sizlar bir-biringlarga paskesh degan so'zni deb baqqanmi? Telefonni bir necha soat qaranglasimi, yerib qolmaydiganlarni mana hozir so'zlashgisi yo'q. Yigitlar yolg'iz qolganda qizlarga qanday baho beradi? Muhabbat haqiqiy bo'ladi, ammo uning sifatga kafolatlik qilish muddati bor. Bu yerda ayrilib ketmoqchi bo'lganlar bormi? Bu o'yin bekla xatarli ekan. Men bo'ldi o'ynamay. Ma'qul amsiz. Ketdim, o'tirib qolay, ketdim. Qara, to'qqiz qiz bilan muhabbatlashish cho'ng ish emas. Ularni ahmoq qilish haqiqiy cho'ng ish. To'g'ri dedim-ku, ha? Menga bir amal tepib bergan bo'lsangiz, men bu qiz do'stimning ko'nglini ilib olgan bo'lsam, Uning aytib bergan. siz rost aytamsiz. Aras, qiz do'stimning ismi nima? Pinky. Ay, Pinky. Hey, chaqirmam. O amal qilib sizni tashlab etmoqchi. Uning mengishi bir kunlik avarchilikdan derak beryotdi. Sabr qil. Ati cho'qim yaxshi bo'lib ketsa. Yuring, yarmas. Qadrligim, Mendan ayrilmayman. yaxshi Biz bu o'yinni davomlashtirsak bo'ladimi? Sizga keldik. So'ra. Meni tanlang. How do you
Ay. Biz maktabdan chiqib ketdik. Yana bu yerga kelib avar qildirdingizmi? Bu aldamchilar bilan bu yerga kelib ichingizni pishirmisiniz bo'lmammi? Undaq emas. Qarang. Ular baxt ichida to'y qilyapti. Soniga qarang. Ularni hech bo'lmasa 60 yilga bardosh bera oladi. Mendimmi umid? Yaxshi. Ular faqat 100 yilda aralashgan. Biz berib tabriklab qo'yaylik. Bu yerda siz degandek ish yo'q. Ay, undaqda meni tabriklasiniz bo'g'dak. Nimishqa? Chunki men bu 100-kuniga qadam bosdim emasmi? Nima? Shundaq. Sizga to'y taklifi qo'ygan vaqtda men sizni ko'rgan. Shundan boshlab sizni uchirib baqmadim. Hamma yerni izlab chiqdim. Sizni qaytib ko'rganda bo'lsa, siz chek o'yin o'ynayotgan ekansiz. Asli meni topolmagan bo'lsangiz o'tdan. Janu. Sizlar rostila bek chiroyli tushdinglar. Ey birodar. Sanjay. Men siz to'g'riliq nurg'un gaplarni oldim. Olsam siz rost gap qilayotgansiz. Men siz to'g'riliq ishlarni anglagan. Lekin hammasi qisqa orqali ko'ngil zar qilish. Soni, aparatni iptirgan bo'lsangiz. Rahmat sizga. Buni nima ish qildingiz? Hech qisi yo'q. Siz menga mushundaq rost gap o'tmoqchimi? Yoqtirib qoldim. Qachon to'y qilmoqchi bo'lyapsiz? O'qish bitirganda. Endi bo'ldi. Tamoq chekamsiz. Lankaga berib chekishning hojati yo'q-da. Bu yerda cheksakda bo'ldi. Kechiring. Surat atishni yaxshi ko'ramsiz? Pek yaxshi ko'raman. Surat atishni men yaxshi ko'raman. Turmush qilgan qizqorliq bo'lgan yaxshi, ammo men obrazli bo'lishni yoqtiraman. Hay, u ketib birdan bila qisqa uchiraverdi-ku. Astag'firullah. Kasofat. Men uchurni xato yo'llab qo'ydim. Nima bo'ldi? Akalar, nima yo'llabdi? Xato yozib qo'yibsizmi? Yozgan uchurim to'g'ri, lekin xato odamga aytib qo'ydim. Chatoq bo'pti hamisi. Balki uning singlisidir. Undaq emas. Qaraganda men uning singlisiga aylanib qolganda qilaman. Menga yordam qilib bu ishni bitirib qilmagan bo'lsangiz, sizni uni yaxshi ko'raman degan debdiman. Unaqa taqobil turib aytibsiz, ha? Yolg'on gap qilsangiz bo'ladi, ammo rost ishni undaq qilmang. Uningga qisqacharaverdingiz. Men hozirla berib, uning pulini hisobladim. Soni to'xtab tur. Soni u yerda bor, to'xtab tur. Amaliyotga yuzlanang. Savobna degan kim? Savobna? Savobna degan kim deyapman? Savobna degan kimkan? Telefoningizni menga bering. Siz nima qilmoqchi? Savobna degan kim? Gapingizni tushunmadim. Telefoningizni bering deyman. Qaraganda o'qishmaslik bo'lgan o'xshaydi. Albatta. Agar u qizchaq bilan bu qizchaq orasida kichkina o'qishmaslik bo'lsa-da, uchaylarning hammasi bekitlib bo'ladi. Sizningmi 3 qiz do'stingiz bo'lgan-ku? Men azaldan 2 qiyiqdan desab baqaman. Ajiba, jidalni ayirayotganingiz yo'qmi? Qarang janu, ishlar ma'lum bir fursat sababidan yaxshi ko'rishidi. O'xshashda ma'lum bir sabab bilan ayrilib ketadi. Hech kim undan foydalanmaydi. Do'stingizga undan foydalanganda. To'xta. O'zingizni bekiram. Men sizni tushundiray, ma'qulmi? Bo'ldi, ketam. Ketam. Ham sizni ko'rak yuzim yo'q. Dunyoda shundaqmi odam bo'ladi ekan bizlar? Albatta. Ajiba qisqa uchur orqali izhor qilingan muhabbat haqiqiy demoqchimisiz siz? Yana to'g'ri dedingiz. Shundaq. Qaldisining dadi bor. Sizga nima desam bo'la? Qizlar azaldan bunaqa ishonmaydi. Biz nemishqa bu asfalt yo'lda jimjit mangamiz? Buning javobi mashinaning chiriqi bo'lganligi uchun. Chiroqcha. Shunda faqat chiroq bo'lganligi uchunla biz yo'lni ko'ryapmiz. Safarimizmi ko'ngillik o'tyapti. Mening muhabbatimmi hal shunga o'xshaydi. Unda qanday muhabbat qanaqa deysiz? Sizlar ko'rsatib qo'ying. Nimishqa bundoq tezday deysiz? Sizni so'rayapman. Mening muhabbatim dal mushu mashinaning chiriqiga o'xshaydi. Ammo mangulik muhabbat dal boshqalarning mashina chiriqiga ishonishga o'xshaydi. O'zingiz talab eting.
Çokun ularga bir nimani ko'rsatgan gap. Ularga ne bo'ldi? Ularga falsafa dersi o'tib berdim. Felsefe dersi dedingizmi? Bu nima gap? Tushundirmak tez. Tan ko'rsatib qo'yay. Ma'qul. Onada yiroq turib o'tinib qolay. Bo'lmish tugisiz. Uningda nimanda qo'rqsiz? O mashinaning ichida tursa mashinaga chiqsa. Sizni hech kim o'zgartirmaydi. Mangayli. Maşından çık. Ishni ichda. Sana onun felsefesi bek iğir degan go'mal. Mana deganimdek bo'ldi. Men bu muhabbat hikoyasiga bek ush. Hiç uxlamadingizmi qadrligim? Nima o'ylayapsiz? Menga zada nima lozimdi deganni o'ylayapman. Undaqda sizga nima lozim ekan? Menga dal siznikiga o'xshash muhabbat kerak. Siz dadam bilan yelimi o'zaro yaxshi ko'rishsizlar, shundaqmi? Ammo odam uning o'xshash raskipini davamaydi. Biz burun haqiqatan bir-birimizni yaxshi ko'rishgan. Ammo u hozirmi bizning bir-birimizni yaxshi ko'rganligimizdan derak bermaydi. U o'zini hozirmi yaxshi ko'raman deb qaraydi. Appa siz bularni bilib turibmi? Yana uning bilan birga o'tibsiz, shundaqmi? Muhabbat deganimiz ikki yurakning birga yashashi degsa. Keyincha bola uning o'rnini oladi. Ko'p o'ylab ketmay, baldiroq uxla. Sizde kalsızkensiz. Ben erkelik için 12 yıl süreç kılan idim. Ahırda sizlerle bu erkelikime eriştim. Geçirin efendi. Hey, endi qanday qilmoqchisan? Ya'ni umid bormi? Tushundirib qo'yalam sen. Qara, bu oshiq mashqlar bayram bo'ldimi? Hammaylar ayrilib ketamiz deb qalin qilishyapti. Ne bo'ldi? Men nima qilibman? Men sening muhabbat hikoyangni oxirlashtiraman. Qarab tur. Bugun bu ishni to'liq hal qilib yetaylik. Bayram olsun, muborak bo'lsin. Siz bugun eng oxirgi qarorimizni chiqargan bo'lgan edingiz. Oldiratma, birodar. Jano, qani tag'a? Dana jon. Menga vaqt kerak. Jano, Sen başka meni yaxshi ko'rgan. Endi ne bo'ldi, ha? Jano, biz o'zaro yaxshi ko'rishimiz, to'g'rimi? Bunda qilmang jonida. Jano, yaxshilig'a bayram kuni qaror qilaman degan qo'l. Jano, siz javob bering. Jano. Aldırmanglar. Bugün çokum debisak bo'lmaydi degan qoida yo'q-ku. O kalısını ötken ama sizlarga çokum yetib berdi. Sen endi bizning ishimizga aralashmagan. O bugun cho'qim qaror chiqarish kerak. Jano, o'tirib qolar. Jano. Ko'rdinglarmi? Sizlar uni bak jiddiylashtırib etdinglar. Qarorınız nima bo'ldi, ha? Buning hammasiga sen sababchi. Qarab tur. Seni qanday qilamanki? Bularning hammasi sizning kasabingizdan bo'ldi. Siz bizni nima ko'rib qoldingiz? Dalillar qoldingizmi? Avval menga telefon nomeringizni berganmisiz? Avval menga telefon qilganmisiz, ha? Sizlarga qanday qilmoqchi? Siz nima kutundaysiz, ha? Javob bering. Bizga javob bering. Meni eshittirib etsanglar, onun qilmaydi. Ammo uni qo'lini qo'yib Sen bu ishga aralashib bo'lma. Sen? Ha? Canonun ko'nglida hech kim yo'q. Menmi shu? Anlab turib, u burun nurg'un qizlar bilan aralashma. Uning nurg'un muhabbet hikoyasi bor. U uni qo'llayotgan. Nayt yaxshi. U boshqalarning uni qanday yaxshi ko'rish kerakligini bilmaydi. Ben seni tushunmayman. Onun talab qilganining nari xato. O mengulik muhabbatni talab qildi.
Acaba moşinchilik hayatımı kaldıramazsan? Şundaq. Nemişka? Qılamadım şu. Sağ nemişka? Çünki men мәңгілік muhabbetga ishonmayman. Neymiş için işlenmeydiğalıqın ne? Bana aytib bera alamsan. Sizga nemish qidayman? Ma'qul. Sizga aytib beray. Men Haydarobodda chet el aloqachilik tartibini tamomlab bo'lgandan keyin Avstraliyaga bordim. Shu yerda hali qizni uchratdim. Uning ismi Ropa. Uning jalibqiliqdagi kishini hayron qoldiradi. Uning shu go'zalligi, soddaligi, tabassumi aqlimdan ozdirgan edi. Uning ixtiyorsiz ergashdim. Hayron, biz bir soat ichida turduklardan topshirishimiz kerak. Hey! Universitet sizni ko'rgan tursam. Men do'stimni ko'rgani qolgan. Do'stim? Uning ismi nima? Uning ismidan siz? Men do'stimning ismini bilmoqchi. Uning ismi nima? Siz meni yaxshi ko'ramsiz? Mening shunda. Ma'qul, chatoqliq. Yana 20 soatgacha vaqtim bor ekan. Shu vaqtgacha yaxshi ko'raver. Nima? Ram, faqat 1 soat vaqtimiz qoldi. Hay, mening faqat 20 soat vaqtim bor. Faqat 20 soatmi? Nima uchun? To'xtam, nega borsiz? Yana kiryapsiz-ku. Keldiram. Hey, bu poyez nega boradi? Bo'lmayman. Nima? Bo'lmay. Bo'lmay boradi ekansiz. Yana 20 soat bojimi? Bu qanday gap? Menga vaqt berib turib nima qilishimni deb bilmaysiz. Hech bo'lmasa ismimdan boshqa beram. Telefon numarimni berasiz. Hech nima deb bilmay faqat 20 soat vaqt berdingiz bu. Assa. Do'stimdan sizni boshqa deb beram. Qo'limga ishni qolmaysizmi? Shu chog'da o'tirib ketdimmi? Hey, ben sizni talab oldum. Para çıkarıp oldum. Bombay, ben bu şehrini yaxshi ko'raman. Balkim odam mening bu shahrimni yaxshi ko'rib qolishimga sababchi bo'lsa kerak. Ben bu yerga sevgilim bilan keldim. Hey, to'xta. Hozir ustaning bu yerga chiqib ruxsat bo'lmaydi. Sizning buyruq. To'xta, bundan maydonga kelay. Bo'bali. Oy. Ropa. Yarım saat herkes yetmeydi. Nima deysiz? Bana bir ömür vaqt kerak. Voy, bu kim amdi? Adingizmi? Bu kim? Opa! Opamiz? Dadisi, birisi balkonga chiqyapti. Hey, sen kim Bu o? qiynatda. Nima bo'ldi? Sutga kuyug'dingiz. Ha? Elmişni sen buzulatdi. Nerede gapni unda qildini deydigan ifodayman. Rostgapni qilgan tursan. Endi rostgap qilgan ishini qo'yibdingmi, ha? Hey. Qara. Hey, qaytib kel. Qani dana. 20 soat manga yetmaydi.
Pastga tushib qarab boqaylik. Yura. Aralashgandan keyingi dastlabki kunlarda men uning tilak tilishini kutib turdim. Rahmat oldu qanqa. Telefonu qo'yibdi. Ishqma. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Qanday ahvolsan, Ram? Ram? Men yaxshi rahmat. Bir oy bo'lib ayaqlashdi. Sen nada nima qilib yuraysan? Men shu mobil o'rnida. Adi. Shu vaqtda bu telefonni qo'yibdim. Fon bering. Yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi. Rahmat. Sog'lig'ing kuningizga muborak bo'lsin. Odam kuni kechda tilaktilishimizga qancha intizor bo'lganligini bilasiz. Sizga qancha qatim telefon qilganligini bilamisiz? Bu ishlarni qilmaylik. Uncha ketaylik. Yana nima qilyapsizlar? Akşamki yığılış siz saklap geldiniz, kurup geldi ya. Bana bo'ldi rahmat. Keyinchi bo'lsin. Avval telefon qilib, o'yinni taklifga ma'lumlar. Shongiz bilan o'ynashi kerak. Yura. Bu nima gap? Sizga o'xshash unga chiqib shu oldilar, ha? Ketiram. Bularınızı. Eşqisi yo'q. Nima? Ichib ko'ring. Rahmat. Bu qanday so'ba? Ben qo'l ichib baqay, ha? U hamisha qisqacha yozadi. Ammo tug'ilgan kunimda hech kalibtaydi. Unaqa nima deb chiqib tursam bo'la. Eng yaxshisi meni avar qilma deb yozay. Nima so'g'a bu? Bak yig'ir bu. Yana shu malikamikan chiqib turibdi-da. Kechiring birodar. Sizlar qadam birinchi bo'lib tilak tilayman. Qasam qilay. Anladingizmi? Ha? U shu zotni menga qasam qilib o'tirdi. Sizlar qadam o birinchi bo'lib tilak tilaydi ekan. Bodi yo'qdan. Malika nima bu yerda turishdi? Men mana ishlarni buzib qo'ymay yana. Ne bo'ldi? Qadr ko'rishaylik. Xo'sh. Ne bo'ldingiz? Men uning bunday chiroy ifodasini tunji qadam ko'rib o'tdim. Ram? Undaqa falan nurg'un qadam yuz berdi. Ne bo'ldi? Yuring. Hamish tamom chekkan. Xizmat qilmamdikan? Hey, og'zingizni yuming. U mening do'stim. Unda qo'sning bo'pti. U chiqim har kun sizga nurg'un ichirib avatish kerakmi? G'ayet yaxshi. Buni qanday qildingiz? Vah, bu yana qiyinroq sizgan bo'lsangiz yaxshi bo'pti ekan. Omad tilayman. Bu neydi? Men tunji qadam tashlanib qolgandek hissiyatga kelib o'tdi. Sizni sevman. Men shu. Bundaq maqsam baxshal bo'laman. Ammo men ansirashga boshladim. Odamning vayron bo'lishi ansiraydi. Men Malikani o'xshab tunji qadam o'chirib tashladim. Yana tunji qadam ishlarni yushirib yolg'on so'ziga. Eshitma. Hayron. Nima ish qilyapsiz? Dars takrorlayapman. Takrorlab bering. Tinchlikmi? Nima ish qilguncha astoydil qilasiz? Men boya chaqchaq qilib qo'ygan. Asli sizni o'ylab turatdim. Agar yolg'on gap uni xushal qila olsa, undaqda kim rost gap qilishni xohlasin deysiz. Ishni bitkazish uchun yolg'on gap qildim. Nima ish bo'lganligi faqat esimda yo'q. Men sizni suyuman. Bu üst so'zning qilchi ahmiyati qolmaganligini tunji qatim his qilib o'tdim. Hay, shuncha baldir qo'yibdi-mi? Shundoq. Koni qoidangiz bo'yicha shokoladli pishloq yoki maysiz yemakliklarni yemdi. Ha. Saqlab turing, men berib kelay. Telefoningizni menga bering. Bana 2 stakan süt, 2 piştaklık şokolad bering. Maqul efendim.
O qizning ismi nima? Lilimo yoki Malilimo? Siz bilan qanday munosabat bor? Hey, amaliyotda men uning qayerligini bilmayman. Ko'mgiga uzun bo'ldi. Uning nurg'un uchurlarini o'chirib etibsiz-ku. Uchurga qanchalik bo'lganligini ko'rdingizmi? U mening eng yaxshi do'stim. O'zaro ahvol so'rashimiz shu, boshqa ish yo'q. Hayron. Men do'stingizni yaxshi ko'rdigingizni bilmay qolamdim. Ropa, meni tushunsangiz qanday? U yaxshi odam, yana kelib mening yaqin do'stim. U do'stingizni yoqtirmadim. Hey! Bu yoqqa kelinglar. Qara bulani. Siz nima ishga yo'qishlar uchun yig'laysiz? Siz nisbatan shundoq o'xshaydi. Ropa. Menga nima ishga gap qilmaysiz? Men uning qilib kelgan so'zlashni bilmayman. Sho'ng mening muhabbatim boshqalarnikiga hech o'xshamay qolyapti. Bunday ahvolga tushib qolaman deb o'ylamagan edim. Men uning tunji so'yginim ekanligiga qanday ishinay? Muhabbatni sirliq deb kim deydi? Ammo u mening xushal bo'lmaganligimda derak bermaydi. Biz izchil yolg'on so'zlashib keldik. Ammo har qanday ish yuz berishi mumkin edi. Men uni chin dilimdan suyishga intilib baqdim. Sadece davamlaştıra olmaydiganligimni o'zim bilmayman. Men ota-onamga dedim, ular qo'shildi. Nima buncha hayron qolasiz? Ular qanday qilib qo'shilib qoldikmi? Men ularga sizning meni yaxshi ko'rdiganligingizni, men ishni eshitishimni aymaydiganligingizni degan edim. Har qanday holda buni rad qilmaydi albatta. U sizni ahliga taklif qildi. Shundoq issak, menga yaxshi bo'ladi. Men bir umrim shundoq bo'la olaman. Ropa sizning nurg'ulg'a ishlaringizni ma'lum dedi. O bir-biringlarni nayt yaxshi ko'rishadiganligini aytdi. Shunga bizni qo'shildik. Bering qadrligim. Uning endi o'tiring. Rasululloh Xudo qo'shgan bir juftlik ekan. Siz bir ömür müştaq o'talaymiz deb qaramsiz. Men hamda nima deyishim kerak? Yana yolg'on gap qilamdan. Sizni so'rayapman. Siz bir ömür müştaq o'tib ketalaymiz deb qaramsiz. Bilmayman. Dadam sizin meni haqiqiy yaxshi ko'radigan kelmaydiganligini so'rayapti. Endi uningga nima deyman? Bilmayman. Nima? Bilmamsiz? Rost bilmayman. Bilmayman shu. Sizni xushal qilish uchun qanchalik yolg'on so'zlaganligimni bilmayman. Turmush odatlarim, do'stlarim, qiziqishim, yana nimalarni qurbon qilishim kerakligini bilmayman. Hatto kelgusi turmushimizning qanday bo'ladiganligini bilmayman. Siz bir narsani o'ylab baqdingizmi? Hamisha meni qo'ltiqlab olasiz. Qanday his yetkazadiganligimni bilamsiz. Ha desa ko'zimga qarangmi deysiz. Uningda muhabbatimni ko'rdingizmi? Men har kuni takror holda sizni yaxshi ko'raman deyman. Ammo u ko'nglimga gap emas. Men shuning uchun sizni yaxshi ko'raman. Men shunday turmushni yaxshi ko'raman. Efendi, nima ish bo'ldi? Ishingni qila. Taslim ben. O'zaro yaxshi ko'rish bo'lmasa turmush xuddi to'saqqa o'xshaydi. Biz birga o'tamaymiz. Ham azobli ish bo'lsa, muhabbat bo'lmasa-mu deb qarashdir. Lekin men unda qilmayman. Agar sizga hozir rostgapni demasam, undaqda sizni burun so'yganligim uchunla umrlik baxtingizga o'ldirishim mumkin. Lekin men unda qilmayman. Hargiz qilmayman. Meni direktor. Keting. Keting degandan keyin shundoq yeniklab qoldim. Qancha uzun so'ysangiz, muhabbatingiz shuncha aziydi ekan. ప్రేమించే కాలం ఎక్కువే కొద్దీ ప్రేమ తగ్గిపోతుంది. Matas, o'z amal qilmaslar ketaveringlar. Bo'ladi, biz ketaverdik qamsa.
To'g'ri dedim. Hayot faqat birlik etim bo'lsa bo'ladi. Ammo bir umr yolg'on so'zlab o'tishga bo'lmaydi. Ondan boshqa men desam, siz hozir nima deyapsiz? Men sizni uni ayblandichi deb kelman. Ammo uni qo'llayapsiz-ku. Bizga 25 yil bo'ldi. Nayt xushal o'tyapsizmiz. Bu degandek ishlar. Faqatla yuz berib baxmidi. O biz to'g'risida gap qilmaylik qo'ydi. Uningdek raqschilar odamni kim yaxshi ko'rdi? Uningda so'rab ekan. Hey. Sen qizlar ularni faqat bir mezgil yaxshi ko'ralaydiganini desang, buni ular qanday qabul qiladi? Agar u meni yaxshi ko'rmasa ayrilib ketsak bo'ladi-ku, deyman. O sening o'zini bir mezgil yaxshi ko'rdiganini bilsa, seni yaxshi ko'radi. Bu qanday mumkin bo'lsa? Tügümedimi? Çokum tügüdüm. Tek tünügünde başlagan. Rahmat sizga. Men meni bir umr yaxshi ko'radigan odamga muhtoj. Ammo uning meni yaxshi ko'radiganligini bilmaydim. Hozir bildim. Men dal sizdek muhabbat hikoyasi bor odamga muhtoj. Nima? Xato qilmagandim men? Yo'q. Voy tova. Siz o'zingizni qutqizish uchun bu gapni demayotgansiz, ha? Hozir meni qutqazyapsizmi? Nima? Siz burun meni qutqazib qo'ying. Bu nima gap? Men o'g'ilda tepish uchun chek o'yini o'ynagan vaqtda siz ariq qistirib kirib meni qutqazgan edingiz. Men bir umrlik muhabbatga erishmoqchi bo'lgan vaqtda siz muhabbatning vaqti bo'ladiganligini deb yana bir qatim qutuldirib qoldingiz. Men sizga qaydab to'y qilmoqchi bo'lganda siz eng oxiri bu to'y ishimni to'sib yana bir qatim meni qutuldirib qoldingiz. Siz menga turmushda qancha uzoq yaxshi ko'rgan siri yolg'on gapnimi shuncha ko'p bo'ladiganligini tanitib meni yana bir qatim qutuldirib qoldingiz. Siz meni qutuldirib kelyapsiz. Boshda bilmadim. Janob, men sizni qutqizg'idek hech qanday ish qilmadim. Men faqat sizga bo'lgan muhabbatimni haqiqiy ishkaligini his qildirdim. Ish qilib, siz meni tushunsangiz, men shuningdan xushal. Biz bu dunyo va muhabbatni unutib ketaylik. Haqiqiy yaxshi ko'rishaylik. Siz shundoq ko'p muhabbatga muhtoj. Shundaqmi? Shundaqroq. Men haqiqatan mana shundoq bir umr samimiyatga to'lgan muhabbatga muhtoj. Jano. Menden yaxshi ko'rishni talab qilsangiz, nima desangiz shuni kerak. Ammo yaxshi ko'rishimga muddat belgilagan bo'lamdi. Chunki bir umrlik muhabbatga yaxshi ko'rish o'xshash bo'lmaydi. Garchi men shunday desam-mu, siz uning hargiz ishonmang. Muhabbat degan ishki yurak emas, balki ishki menga ko'z qarash o'xshamaydi. Men talaqtokni yaxshi ko'raman, siz bo'lsangiz bo'lishni yaxshi ko'rasiz. Men rasmsizlikni yoqtiraman, ammo sizning yoqtirishingiz noto'g'ri. Bugun yaxshi ko'rganlarimni balkim kelgusida yaxshi ko'rmasligi mumkin. Men bir-birimizni bunday aldab o'tishni xohlamayman. Qat'iy xohlamayman. Siz burungi ishonchimning hammasini gumroh qilgan. Endi buni nima gumroh qilmang. O'tinib qolay. Endi qanday qilamiz? Agar men muhabbat bir umr o'xshash bo'ladi desam, undaqda yolg'on gap qilgan bo'lmamdi. Chunki men burun yolg'on so'zlabmi, eng oxiri yana ayrilib ketgan tursam, agar muhabbatni yolg'on gap bilan boshlasam, undaqda u haqiqiy muhabbat bo'lmay qoladi. Janob, mangulik muhabbat mavjud emas. Men bu bo'lishni orzu qilaman. Ammo men xato ko'z qarash bilan xatarga tavakkul qila olmayman. Agar unda qilamiz, undaqda ayrilib ketishga tayyorlik qilib qo'ying. Siz bilan ayrilib ketmayman. Jano, so'zimni bir qatim angla. Jano. Qat. Yana shu gap. Ukam, bir yordam kerakmi? Yo'q, bo'ldi, rahmat. Bir amasirga yo'liqdingizmi, yigit? Shundoq yaxshi ko'rish avarchiligiga yo'liqdim. Siz 10 qizni yaxshi ko'rib turibmi, lekin ularga
axloqsizlik qilmabsiz. Ham yolg'on so'zlamabsiz. Ularni aldamabsiz. Meningcha, yana siz aldanibsiz. Ularni yaxshi ko'rmasak, sizga haqiqiy masalim. Undaq emas. Demak, sizga masala bir ayolni bir umr yaxshi ko'ramaslik, shundaqmi? Shundaq. Undaqda siz bir umr javobsiz qolasiz. Siz shuncha ko'p odamni yaxshi ko'ribsiz. Ya'ni shuncha cho'nqur so'yibsiz. Ularni ayrilib ketishga sababdan boshqa hozir siz nimaga erishdingiz? Sizda hozir 10 turli sabab bor. Ammo yaningizda bilasizmi yo'q? Bir umr sabab ichida yashamoq bo'ladi. Bu sababda sizga manfaat etkilamaydi. Anam, bana bir testek gül berin. Rahmet. Eğer muhabbet başının üstünde güzel bolarsa, ondaqda bu ahırda mı texmi güzel bolar. Eğer bir bayan denizga o'xshash muhabbetini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ondaqda turmushning chekir vaqtlarigacha bir qarab bering. Eğer aslında ko'rish niyatingiz bo'lsa, faqat bir qizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Ben sizga muhtaç. Siz meni yaxshi ko'raman demoqchimi? Faqat qisqa vaqtla, shundaqmi? Yo'q. Mangulikmi? Bilmayman. Ammo men mangulik söyish uchun tirishman. Undaqda yolg'on so'zlayman demoqchi, shundaqmi? Men yolg'on so'zladim. Voy, siz dedingizmi? Mangulik muhabbat sizni yolg'on so'zlashga qistaydi. Ya'ni kelib bizning o'y fikrimizmi o'xshash emas. Men yana herkes yolg'on so'zlamayman demoqchi. Siz mangulik muhabbatga muhtoj, to'g'rimi? Unda sizga aytib beray. Yolg'on so'zlabmi? Sizga qanday ishonay? Sizga faqat ishonchim qolmadi. Ammo sizga nima kerak? Mana cho'qim mangulik muhabbatning umidini ado qilishingiz kerak. Men shu umidga ishonganda, ondan uni yaxshi ko'ra olayman. Ammo siz hozir mening sizni mangu yaxshi ko'rganligimni isbotlab berayapsiz. Sizni biroz isbotlab beralarmi? Agar fursat bo'lmasa, yolg'on gaplar isbotlay olaman. Hozir do'stimizning ahvol qanaqroqdir? Uning yolg'on so'zlaydigan vaqti keldi. Kim bo'ldi? Nimaga qarayapsiz? Uni menga ko'rsatmaydigansiz? O'lgurib qo'yishim.
ehtiyojliq. Golf o'ynayalamsiz. Qarang, mushumi top bo'ldimi, ha? Shunda Qapli bu degan mening turmushim. Menga dana men topni qiliyga uray. Xodini ko'rdingizmi? Ostida bir kichik to'shib bor. Shuni kirgizsangiz bo'ldi. Boshla. Yo'q, men bu o'yinni o'ynamayman. O'ynashingiz kerak. Endi o o'ynarsiz, ha? Nima qilyapsan? Muhabbatimni sinab beqotaman. Mening endi sinig'im yo'q. Men undan allaqachon mahrum qoldim. Saqning bo'ldi, acha. Bizning endi taxtimiz qolmadi. Men izchil ayrılib kelyapman. Agar ayrılib ketish orqali masalani hal qilib bo'lsa, uning faqat ozroq vaqt ketadi. Sud mahkamasiga berib advokat izlasangizlar ishlab bitmadi. Ular bizdek odamlarning munosabatini uzalaydi. Ammo agar muhabbatni o'xshashda masalani hal qila oladigan bo'lsa, unda yezni hech kim sizga qanday qilish kerakligini aytib bermaydi. Hamisha siznikini to'g'ri deb qarab kelyapman. Agar siz ayrilib ketishimizga sabab muhabbat bo'lmagani uchun deb qarasangiz, undaqda muhabbat deydi. Men tirishayapman. Sizga nima kerak? Gap qilyapman. Bu sizda yo'q. Sizdan nima kerak deb so'rayapman. Meni nima qilaysiz? Men haqiqiy muhabbat kerak. Uni kim xohlamoqson? Shu topda men uni izlayapman bu. Hamma uni qanday erishgani bo'ladi? Qaraqchilik bilan erishamaydiganman, yolg'onchilik bilan ham. Meni nima qilsin deysiz? Men qanday yaxshi ko'rishni bilmadim. Ammo sizga rost gapni dedim. Xato qildim-mi? Meni zodi nima qilsin deysiz? Am yaxshi bilib keling. Tonight, you are not escaping this time. He's back, boys. Is he your boyfriend? Fuck off. Hey, you! Hey, what's wrong? Hala mukaylik.
Nemişki o kızın hep ularını açığını çıkırsa. I just want this matter to be clear right now. You got it? And give me all the papers to my office. I just want you guys to get everything. Got it? Hatta Nemişki geldiniz. Ben özüm bir taraf kılalaydım emesine. Hey, ben bir yeter. Elimi yetkiş hapsaldım. Ben onun öz kelgüsünün ensireydiğanlığını anladım. Ben canı onun seni yaxşı gördüğanlığını bilemem. Şu an senden sonra bakayım. Sen onun bile bir ömür birge ülkelemsen. Eğer şundak olsa toyunlarını kıp koyayım. Eğer ondan kılanmasan onun durmuşuğa menge arlaşıkçı bulma. Eğer yeni kilidin bulsan o akıbetini obdara oylap gör. Berip onunla degin. Nemini deyme? Sen hemşi kişiler bir görüşüp de yaxşı görüşüp kalıdı. Ayrılışımı dakikçe yüz berdi. Şoğunuz kişiler ondan paydalanışını bilmeydi de atmaptı. Şoğun burader. Sen çok ma'lum mezgilik münasebetini saqlab qilish uchun yolg'on so'z uchun kerak. Shunchalik oddiy. Ona bir umr yaxshi ko'rdig'ingni desanglar, o sana ishondir. Bo'lmasa ayrilib qolsan. Qara. Bag'in. Meni dana. Sizdan. Dana. Dana. Nemini deyme? Hazırlık kadar diğerlerimden hemiz toğra. Ben sizni bir ömür yaxşı göremeyim. Asabda. Qara onun diye gitini. Tam seni bu. Neymiş özgertime? Ben manım şundaq. O qandaqka? O dostu bilan muhabbetleşme vaqtida özü şundaq degan. Şu vaqtdagi omaq chiroyi sizlarcha hozirmi bormi ekan? Vaqti o'yini o'ynagandimi? Soddalik bilan o'ynab ketdi texi. Shu chaqdagi chiroyimi bak omaq edi. Ammo hozir bormi? Ben shirini ko'rib, baxtli xush bo'lib ketdi degan edi. Hozir shu chiroyi bormi ekan? Qarab bersinlar bormi ekan? O girim qilmaydiganlikni nihoyat go'zal ekanligini degan. Ammo hozircha o shu vaqtda bakli go'zal edi. Ammo hozir ushaq chekishlar uchun ochiqmaydigan bo'ldi. Bo'ldi, qurib ketsin undaq muhabbat. Bir qo'ydik ekan toza. Qani o'rmansiz, o'ringa. Burun kulib turatdingiz. Hozir qani shu kulgilaringiz? Siz barlig'im siz uchun degandingiz. Qani sizning shu barlig'ingiz? Deb baqmamsiz, ha? Demidim. Men hech shunday debman. Siz hozirmi shunday qo'y? Ammo mening muhabbatim o'zgarmaydi. Hargiz. Men haykalmikanman? Agar shunday bo'lsangiz, nima ish qilib o'ylaysiz amisa? Siz qizlar bilan ayrilib ketish uchun bahona topmoqchi shundaqmi? Hozir bahonangiz bor bo'ldi, endi meni iltimam. Unda qilmayman. Nima ish qil? Bir ömür sebep bilan o'tadiganligimni his qilib yetdim. Amiz qanday qilmoqchisiz? Ko'proq yaxshi ko'rsam bo'lamdi. Siz qanday qilamiz? Amsiga azroq qo'shay. Yana tugab ketdi. Undaqda sizning mening hayotimni tugashmamdi. Yana azroq qo'shishga tirishib baqay. Yana tugasichi. Keyin qanday bo'ldi? Degina qanday bo'ldi? Keyin yana qanday bo'lmoqchi edi? Keyin qanday bo'ldi? Keyin yana nim bo'ladi deb biz uning nim deyotganligini tushundik. Akam undan ayrilib ketib ko'p qaytin dedi. Siz uning nim deganligini bilasiz. U bizga uni seg'inganligini dedi. Uningda nim kerakligini so'rasak u muhabbatni tushunmayman deydi. U o'zini menga suyadigan odamni topolmaydiganligini dedi. Biz qo'shildik. Mana qo'shilgandan keyin qanday bo'ldi? Bir qiz bolani yaxshi ko'rmak oson. Agar uni yaxshi ko'rmasangiz ayrilib ketish nihoyat oddiy. Ammo bir qizni bak uzoq yaxshi ko'rib ketish dunyoda hech nimaga tang bo'lmaydigan eng azobli ish. Buni siz hargizmi tushunmaysiz? Bu nima? Maktabda rasm o'qituvchisi bo'lasiz. Dadam bilan maktabning munosabati yaxshi edi. Endi sirtlarda qalaymaqan rasm chizib yuraman. Meni rasm chizmang demoqchimi? Bular sizga shunchalik ahamiyatsiz tuyulamda? Hatto bir vaqt choyning pulini topolmasangiz, nim foydasi bo'ladi? Bu men uchun. Bu meni qiziqishim. Undaqda men uchunmi? Hozir qaror chiqarishingiz kerak. Menga turamsiz? Yoki rasm chizishmi? U meni rasm chizishdan voz kechdi. Elishib qopti. Nima ish qildi qilg'idakman? Shundoq qil, Rab. Voz kechma.
kim vaz kechsin desa, uningga vaz kechdim deb qo'ysang ish bitdi bu. Ha? Bugun Ram degan isming bilan rasmani siziva, at Sam degan ismingni qo'llansang bo'ladi bu. Men qara, u meni tomak tashlang deydi. Ammo hozirmi tomak shikoyatman bu mana. U meni aroq ichmang deydi. Ammo yanada aroq yeb yurayman bu. Mana mushunchiliklar. Muhabbatga azroq yolg'on gap, azroq qisqacho'r yumor, ya'ni gul ketadi shu. Şu bir mezgil munosabatdan qanday bitter qilishni o'rganib qo'ygan. Mana mushundoq oddiy. O'rganib ketalaysan. Bo'ldi. Hey, Maya, telefoningizda etli yaningizga baray deb turgansan. O meni kelib maslamni hal qilish pa deb turdi. Ma'amdoq, ha? Hey, seni yaxshi ko'rgan ayolni aldash eng chong jinoyat, buni bilamsan. Sen endi rost gap qilishning naqadar tasligini asta-asta bilib qolasan. Shunga tas bo'lsa-mu, men yana rost gap qilaman. Bo'ldi, ketaylik. Aka. Seni yaxshi ko'rgan ayolni aldash chong jinoyat, buni bilamsan. Bu uning xatoligi emas. Ben kızımla onunla bekleyin. Çin dili bilen söylediğin adamı tapamadım. Ulan ayrılıp giten de o, ya ki bilir biten de o. Özüne karar kılış gerek. Yürü, bana iyi. Ha, buradarlar. Sen çekilip çıkmakçı mı? Nemişka? Kichik vaqtimda o'rgangan tursam, hargiz chekinmayman. Men hozir bir ishni tushunib yetdim boshliq. Mening bir qizni yaxshi ko'rishda xiyolimning o'zida cho'ng yolg'onchilik ekan. Chunki mening o'zimni yaxshi ko'rishim, uni yaxshi ko'rishimdan eshib ketadiganligini his qildim. Mening bir qiz bolani yaxshi ko'rmasligimdagi sabab yanada o'zimdikan. Men Ram asli dal buning sababchisi ekanman. Turmush hargizmi sabab ichida o'tmasligi kerak. Men uning uchun faqat bir narsani qurbon qila olay ekanman. O dal o'zim. Bundan keyin siz olmaydigan bo'ldim. Yordam kerak bu. Yo'q. Bu yerda bir ish yuzlamgandi. Hech yo'q. Bu bola qanaqa? Katta. O hamda erkalik chiqdi. Bu bola erkalik chiqdi. Başlasan katta. Meni o'pirib qo'ygan. Uy qaytaman. Uyingizgami? Men azroq muhabbatlashaymi sizma? Qanaqa planing bor? Onunla sizni so'yman deb, ha? Menga bir aql ko'rsatsangiz-chi. So'g'i bersang bo'larmikin? O so'g'ini ko'zgirib ketmaydi. Boshqacharoq bir narsa desangiz qanday? Gul qanday bo'ladi? Boshqalab berib bo'lganda. Men berib boqmaganda, nurg'un yillar burun o'qituvchimga bergan edim. Boshqalarga berib boqmagan. O qaysiran gulni yaqtirdi. Bildi. Bu muhabbet hikayesi en ahır ömürlük muhabbet hikayesiga aylandı mana. Senin o fikrini yaxşı optanmay, uyğunmu yaxşıkan emasmı, ha? Bularning hammasi zodi neymiş yok? Dengizni ko'rish uchun boshliq. చపాతీయే కదా? అన్నం అన్నం Back in
ఇప్పుడు మామూలు కోక్ కూడా తాగట్లేదు. ఐ స్వేర్. నాకు అసలు జానుని మిస్ అవుతున్నట్టే లేదు. నాకు ఇంకా లవ్ ఆనందంగానే ఉంది పప్పి. నీలాంటి వన్ సైడ్ లవర్స్. నే 1000 సార్లు ప్రేమిస్తా, నా గుండెలోన ఫీల్ ఉంది, నే కొత్త చరితనే రాస్తా, నా లవ్ లో లైఫ్ ఉంది, నే కన్న కలను సాధిస్తా, నాలోన పచ్చి నిజముంది.